davlat tashkilotida ishlaganda ham unaqa lavozimdan foydalanmaganman. Ya siz foydalanmaysiz, lekin siz hamma sizni ko'rganda u deydi-da. Bo'lishi mumkin. Endi agar Ketganingizdan keyin udan tushasiz. savol berdim men. O'zi 5 ta odam birontanglar o'zi attestatsiyadan o'tganmisizlar dedim. Komissiya a'zolari o'zingizlar o'tganmisizlar deb savol berdim. Yo'q, biz unaqa o'tishimiz shart emas dedi. Juda men bilimsiz bo'lsam, bitta savol bersam maylimi? Mana men ham beray dedim. Shu 5 tanglar o'tirib olib bitta javob beringlar chiqani. Kimning kuchi qanaqaligini ko'raylik. Lekin ular ochiq ilmiy bahsga kirishga kuchi yetmadimi yo yoqmadimi ularga kirisha olmadi. O'zi 14-15 ta oddiy qilib insonlarga aytadigan bo'lsak, birovga siz qaqasi to'lab bersangiz, u davlatga to'lamasa, uni bekor qilib turib, yana qaytadan qaqasini sizdan so'rash. Bu amalda. Hujjatni qalbaki deb topish uchun 5 yil Ichki ishlar vazirligi bilan Rossiyani o'rtasida shartnoma bor. Volgograd institutida o'qigan odam bo'lish kerak. U 5 yil o'qish kerak bu hujjat qalbaki deb topish. Qaqasini bekor qildi, pul to'lamadi dedi. 1 milliard to'lash. Mana bizda hozir 600 million edi. Odam 600 millionni to'lab yubordi-da, keyin aytdi, "Voy, men u ish qilmaganman." Endi bular vajlanib faqatgina mana bu narsa sizda rasman yo'qligi uchun maqsadda bular gipoteza qilishyapti. Jinoyat. Chunki adolatsizlik, adolatlilik, insonparvarlik prinsiplari va har qanday shubha gumon, aybsizlik prezumpsiyasi prinsipi ishlamayapti. O'zi ham aytib turibsiz. Sud просто buni na qalbaki degan so'ziga isbot talab qilyapti. Na ko'zbo'ymachilik deganiga isbot talab qilyapti. Shunchaki olib urib berilganligi uchun ham u tasdiqlayotib yurib beryapti. Shunaqa. Shuning yuklama bo'lyapti. Biza qani bir tartibi bormi mana? Demak, bu falonchi joydan ro'yxat olasiz, pismadonchi joydan ro'yxat olasiz degan joyi yo'q. Bizda qog'oz gapiradi. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Qog'oz gapiradi podkastimizning navbatdagi sonidamiz. Bugun sizlar bilan suhbat qurishga juda ham bir aktiv yuristimizni Suhrob aka Bobojonov taklif qilganmiz. Bu inson ijtimoiy tarmoqda ham juda aktiv inson bo'lganlar hamda faqat yurist va advokatlikdan tashqari bevosita sizlar bilan tanishtirishdan tashqari o'zi bilan bevosita tanishman juda ko'p yillardan beri hamda juda ham bir katta ishlarni hamkorlikda qilganmiz. Shuning uchun kuchli yurist, kuchli va aktiv yurist sifatida bugun alohida taklif qildik va bugungi masalalarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bugun qonun qanaqa yozilgan, amalda qanaqa bo'lyapti, aslida qog'oz gapiradimi yo'qmi degan masalani aniq ko'rib chiqamiz. Suhrob aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'ling. Suhrob aka, vaqt ajratib kelganingizga rahmat. Mana katta spiska qilib berishgan. Qog'oz zavoddan boshlaymiz. Suhrob aka, qisqacha sizni shaxsingiz bilan tanishsak, Suhrob Bobojonov kim o'zi? Qachon tug'ilgandan boshlab qog'oz zavoddan olib kelamiz. Umuman yurist sohasiga qachon kirib keldingiz va nimadan boshlagansiz faoliyatni? Assalomu alaykum. Demak 1988-yilda 4-yanvar kuni Xorazm viloyati Urganch shahrida tug'ilganman. Ozgina qolibdi bu yo'g'a. Shunaqa. Xorazm viloyatida ham maktabda o'qiganmiz va Toshkent shahrida 162-maktab, Chilonzor tumanidagi maktabni ham tugatganmiz. Undan keyin 2008-yilda serjantlar tarkibini tayyorlash oliy kursiga kirganmiz. Ichki ishlar vazirligi akademiyasini. Bu yo'qni ko'krak nishon bilan tugatib, keyin 2010-yilda Ichki ishlar vazirligiga o'sha ofitserlarni tayyorlash tomoniga o'sha o'qishga kirganmiz va tergov yo'nalishini tugatganmiz 2014-yilda. Hali tergovchiman-da. Endi tergov yo'nalishini tugatganmiz, keyin tergovchi bo'lganmiz, ichki ishlar organlarida, rahbar lavozimlarida, ekspert kriminalist lavozimlarida va bir qancha lavozimlarda ishlab, keyin sohadan o'sha fuqarolik sohasiga o'tganmiz. Qog'ozga bo'lgan munosabat qanaqa odamlarda? Tadbirkorlar. Mana siz MChga o'tgansiz. Qog'ozga deganda nimani nazarda tutasiz? Hujjatlashtirish aynan siz aytasiz, mumkin emas yoki hozir juda ko'pchilik shunchaki og'zaki qaror beradi. Og'zaki qaror o'zi yetarlimi, yo'qmi yoki har bitta narsa protokolga tushishi kerakmi yoki qaysi darajada og'zaki qaror qabul qilsa bo'ladi, qaysi darajada hujjatlashtirish kerak, protokol, buyruq. Endi talab chegaralari bo'lganmi? Hozirgi amaliyot bo'yicha talab har bir qadamni hujjatlashtirish kerak bo'lib turibdi. Uni o'zingiz ham bilasiz, har bir. Aslida misol uchun buxgalteriyadagi xatolar, boshqalar oddiy ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bilan javobgar bo'linishi kerak. Lekin buxgalteriyada qilingan xatolarni oxir-oqibat jinoyat darajasiga olib chiqayotgan holatni ko'ramiz. Kamomad boshqa deb. Endi buni menimcha o'z kasbini bilmaslik deb o'ylayman. Endi atilab qotganligini tasdiqlash kerak-ku, lekin juda ko'pchilik men o'zim bu narsani aytardim. Buxgalterlarni отчет ko'rsatib berganlik uchun jazolayapsizlar. Deymiz-da. Ko'rsatmagan bo'lsa jazolasa bo'ladi, lekin ko'rsatganlik uchun jazolash sal noo'rin narsa. Hozir bitta narsada aynan tashqariga bu tomonga frontni bu tomoniga o'tganimizdan keyin bildikki, tergov va sudlarda
soliq sohasini tushunishda muammo bor. Mhm. Tergov va sudlarda soliq sohasini menda shunaqa tuyuldi, menga shunaqa tuyuldi. Yo'q, Bu bizga 15 yildan beri shunaqa tuyuladi. shunaqa tuyuldi. Men o'shaning uchun O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasiga bir borganimda ham, bir yig'ilish bo'lganda ham taklif berganman. Alohida soliq bo'yicha tergovchilarni shakllantirish kerak. Soliq sudini shakllantirish kerak. Sudlarda ham alohida xuddi tergov sudiga o'xshagan soliq sudini shakllantirish kerak. Soliqni tushunsin, ichidan mag'ziga yetsin. Bu birinchi sonli Vazirlar Mahkamasining qarori bilan o'zi manfaatdor bo'lib turgan tashkilot soliq tashkilotini bergan xulosasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atib bo'lmaydi, chunki bu qarorga qaraydigan bo'lsa, o'sha ortda topilgan jarimalar, boshqa qo'shimchalarni 20% soliqni rivojlantirish fondiga ketadi. Qanaqa qilib xususiy sektorga, to есть alohida advokat bo'lib chiqib ketdingiz? Nimaga chiqib ketdingiz? Qanaqa qilib? Sohada qonun buzilishi menga ko'p tuyuldi. Misol uchun mehnat qonunchiligi buzilishi bo'ldi. Soat 10, 11, 12 gacha ishlash. Men misol uchun unaqa sharoitda ishlamayman. Mutaxassis, o'zini hurmat qilgan, yaxshi mutaxassisman deb bilgan odam 11, 12 gacha hech qachon yo'l qo'ymaydi. Men shunaqa deb hisoblayman. Yo, boshqacha bo'lsa, boshqacha deysiz. Xodim vaqtida o'sha mehnat qonunchiligida belgilangan vaqtda ishlash kerak, u yog'iga o'zini ustida ishlash kerak. Mehnat qonunchiligi bo'yicha advokatlik faoliyatini 1 yil bo'ldi. Boshqa 1 yilga yaqin bo'ldi. Litsenziya olganimizga bir hali ko'p bo'lgani yo'q. Lekin yuridik sohada mana 2008-yildan beri o'sha staj bilan o'qish birga ketadi bizda. 2008-yildan hisoblanadi. Rahmat. So'rovga hozir sekin yana endi shaxsingiz bilan tanishib oldim. Qayerdan kelyapti degan narsa. Bir oshda ko'rishganimizda selfie qilib chiqarib yubordik. 14-15 bo'yicha suhbat quramiz. Soliq kodeksining 14-15-moddasi bo'yicha edi. O'sha endi 14-15 ga kelguncha siz bilan kim bilan gaplashyapman degan narsani oxirida ochiqlab olishimiz kerak edi. Endi o'shandan boshlaymiz. Keling, mana shundan boshlaymiz. Hozir imенно soliq kodeksi 14-15 266 deb yozib qo'yishadi. 266 endi shu bazani aniqlashga taalluqli. 14-15-moddalar, nima deyilyapti o'zi va amalda qanaqa ketyapti? Oldim, sababi hozirgi kunda buni tan olish kerak. Mana shu ikkinchi rahbariyat kelgandan keyin advokatura har tomonlama himoyalandi va advokatura instituti haqiqatan rivojlandi. Oldingidek emas, haqiqatan advokatlar, u prezidentimiz advokatlardan men tushunishimcha umidlari katta, adolatni tiklash yo'lida qo'yilgan, bizani oldimizga qo'yilgan aniq talablar bor. Advokatura institutining oldiga o'sha sog'lom tortishuv, sog'lom konstruktiv kurash bo'yicha bo'lib turdi. O'shaning uchun ham mana nechta 1 yilning ichida qanchadan qancha bizani sababchi qilib Allohning inoyati bilan odamlarni toshtirmadan olib chiqdik. Biz olib chiqmadik endi, bu Allohning inoyati bilan, o'zi yaqinlarning duosi bilan bo'ldimi? Biz sababchi bo'ldik. Nimaga? Qonun ustuvorligi va sog'lom endi muhit shakllandi. Advokat haqiqatan kurasha oladigan muhit shakllandi. Bunaqa deb o'ylashingiz yaxshi. Oldin unaqa emas edi. Oldin kurashgan odamni shu yo litsenziyasiga yopishardi, shu nima qilib bo'lsa ham u rizq Allohdan. Endi bu 14-15 bo'yicha kurasha olyapsizmi? 14-15 bo'yicha ham hozirgi kunda keling, o'zi 14-15 moddalar nima haqida o'zi naskолько kurashilyapti aslida. Amalda qanaqa? Xuddi hozirgi aytgan ana gapimiz 14-15 o'zi nima? Va u qog'ozda aytilgandek yuryaptimi yo gapda aytilgandek yuryaptimi? 14-15-moddalarda mana bitimni iqtisodiy mazmun va ularni yuridik jihatdan rasmiylashtirish endi bu yozilishi bo'yicha va lozim darajada ehtiyotkorlik. Endi bunda o'zi 3 ta narsa asosiy bor. Demak, hujjatni qalbakitib topish, ko'zbo'yamachilik deb topish va lozim darajada ehtiyotkorlik bo'lish. O'zi 14-15 ta oddiy qilib insonlarga aytadigan bo'lsak, birovga siz QQS to'lab bersangiz, u davlatga to'lamasa, uni bekor qilib turib, yana qaytadan QQSini sizdan so'rash. Bu amalda. Amaldagi holat. Amalda. Odamlarga qog'oz bo'yicha gaplashamiz. Adabiy tilda gapirsak ham tushunmay qolish mumkin-da. Amalda shunaqa narsa bo'libdi. Shu uchun 14-15 kontragentni abnalchi bo'lsa, NDS to'lamagan bo'lsa, uni NDSini o'chirib qo'ysa, u to'lab to'lamasi farqi yo'q. Men ham aytaman sizga. Shunaqa. NDSini to'lab to'lamasi farqi yo'q. Paka NDSini o'chirib qo'ymaguncha siz normalsiz, kontragentingiz ham normalni. NDSini o'chirib qo'ysa, любой bitta sabab bilan o'chirib qo'ysa ham kontragentingiz dushman bo'lib qoladi. To'g'ri. Biza birinchi amaliyotda bo'layotgan narsani aytsak-da, keyin bu qanchalik nazariyaga to'g'ri keladi, kelmaydi. Zo'r. Shuni aniq qilsak. Sababi hamma narsa, barcha amaliyot qonunning orqasidan yurishi kerak. Nazariyaning orqasidan yurishi kerak. 14-15 qanaqa talqin qilinyapti, unda shundan boshlang. Xo'p, odam NDSni to'lab beryapti.
shu faktura beryapti. Qo'shimcha qiymat solig'ini o'sha to'lagan, hisobga olgan bo'lib chiqyapti. Biz buni hisoblamaymiz, sen bizga qaytadan to'lab ber degan narsa bo'lyapti hozir amaliyotda. Xuddiki men sizga qarz edim, men sizga qarzimni berdim. Siz yo men tan olmayman, boshqatdan ber degandek. Yoki bo'lmasa boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, omonatingni qanaqa qilib bu QQSini men omonat deb hisoblayman-da. Birovga beriladi, omonatimni yetkazib qo'y davlatga degan ma'noda. Bu tartibni davlat belgilab bergan. Har biring zo'r o'xshatish bo'ldi. Har biring omonatni birinchi, ikkinchiga berasan, oxirgisidan men hamma omonatni yig'ib olaman dedi. Nechta o'rtada 10 ta odam bo'lsa, 10 tadan omonatni oxirgisidan bittada olaman. Davlatni o'zi qo'yib berdi. Hamma o'zining chastini to'lab boraveradi, oxirgisigacha boradi. Oxirigacha boradi. Endi bu xuddiki men sizdan so'rayman, qarzingizni qanaqa qilib olib borib bering? Qo'limda olib borib beraymi yoki bo'lmasa taksidanmi desam, siz aytasizki, taksidan berib yuboring desangiz, men sizni belgilab bergan tartibingiz bo'yicha taksida berib yuboraman-da. Taksiz olib kelib bermasa, yo'q, men buni tan olmayman. Siz lozim darajada ehtiyotkorlik qilmagansiz, boshqa deb menga boshqatdan bering deysiz. Men berdim-ku. Men sizni aytgan tartibingizga rioya qildim. Undan ko'ra o'zim olib borib bersam ham bo'lardi-ku. O'sha narsani, shu masalaga o'sha paytda nuqta qo'ysak bo'lardi-ku desam, yo'q, unaqa emas deyilgandi bu amaliyotda. Nazariyada qanaqa desangiz, nazariyada 3 ta narsani misol bular 3 tasini umumiy qilib urishyapti. 3 ta 4 tasini deylik. Bu tadbirkorga nisbatan mana biz hozir ham iqtisodiy sudda, ham ma'muriy sudda kurashib turibmiz. Bular insonni demak ko'zbo'yamachilik bilan tuzgan, hujjatni o'sha shartnomani qalbaki tuzgan va lozim darajada ehtiyotkor bo'lmagan deb belgilashyapti. Endi Qaysi biri degan savol bor. Birinchidan qaysi biri? Ikkinchidan biz Moliya iqtisod vazirligi savol berdik. Javob berishmaydi. Yo'q, bizga qo'ng'iroq qilib chiqishdi ham. 3-4 marta har xil javoblar berishdi. Biz unga qanoatlanmay yana murojaat qildik. Nima xolosa deb chiqdi. Biz oddiy narsani so'radik. Birinchidan men mana ekspert kriminalist bo'lganman. Mutaxassisman, lekin mutaxassis bo'lgani men dastaloskopik ekspertiza bo'yicha mutaxassisman. Tasdiqlaydigan hujjatim bor. Hujjatni qalbaki deb topish uchun unda menda hujjat yo'q. Mana doktorman, masalan, men tish doktorman, ko'z doktori emasman. Lekin doktorman. Savol beraman, o'zi bu doktorlikdan xabari bormi soliqchini deb? O'zi hujjatni qalbaki deb topishga haqqi bormi tegida? Nima uchun siz hujjat qalbaki bo'lsa, qalbaki bo'lishi uchun yo to'liq qalbaki bo'lishi kerak, yo qisman qalbaki bo'lishi mumkin. Misol tariqasida yana ham chuqurlashamiz. Oldin bilasiz, o'qishlarga kirish juda ham qiyin edi. Birinchi ma'muriyat paytida mana ko'z tegmasi, ikkinchi ma'muriyat kelib bemalol bo'lib ketdi. Xohlagan o'qishiga kiradi bola. Bunaqa sharoit oldin bo'lgan emas. Buni e'tirof etib o'tib ketish kerak. Oldin qanaqa edi? Pasportining ichini ochishardi-da, rasmini o'zgartirib qo'yib, tayyorlangan bola kirardi. Bunaqa hujjat olinsa, u qisman qalbaki hisoblanadi. Ya'ni hujjat o'zi haqiqiy pasport, lekin uni o'sha pasporti qalbaki bo'lgani uchun o'sha joyi qisman qalbaki deb 228 qo'yiladi. Yoki qalbaki hujjat bo'lishi uchun, butun hujjat qalbaki bo'lishi uchun diplomi qalbakilashtiriladi. Bunda butun hujjat qalbaki deyilardi. Endi biz savol beramiz. Shartnomani qaysi qismi yoki butun o'zi qalbakimi deymiz? Bunga kim xulosa berdi deymiz? Sababi boyagi hujjatni qalbaki deb topish bo'yicha tergovchi oqibatni qo'llaydi. Men tergovchi bo'lgan paytimda 228-modda bilan jinoyat ishini qo'zg'atganman. Javobgar qilganman, misol uchun. Lekin hech qachon o'zim uni xulosani bermasdim. Oqibatni qo'llardim. Hujjat qalbaki derdim. Nimaga asosan? Ekspert kriminalistni bergan xulosasiga asosan va yozardim. Falonchi kundagi falonchi ekspertizani, falon sonli ekspertiza xulosasiga asosan pismadonchi joy mana bunaqa ekan derdim. Bu yerda nima bo'pti? Bu yerda unaqa xulosa yo'q. Hujjatni qalbaki deb topish uchun 5 yil Ichki ishlar vazirligi bilan Rossiyani o'rtasida shartnoma bor. Volgograd institutida o'qigan odam bo'lish kerak. U 5 yil o'qish kerak bu hujjat qalbaki deb topish uchun. Yoki Ichki ishlar vazirligi akademiyasida 4 yil o'qitilardi, oldin 2 yil maxsus ekspertga tayyorlanilardi. Shu narsani qalbaki ekanligini topish uchun. U ma'lum bir adabiyotlarga asoslaniladi. Mana bu falan u ilmiy ishlar qilingan, bu ilmiy ishga asosan O'tib ketamiz. Hozir nima bo'lyapti amalda? Hozir yo'q, qalbaki desa bu bizni hayronmiz. Qaysi joyi qalbaki desak, uni aytib bera olmayapti. Biz Moliya vazirligiga savol beramiz. Soliqchilarni birontasi, necha mingta xodim ishlaydi. Birontasi maxsus bilimga egami hujjatni qalbaki deb topish bo'yicha javob beryapti? Biz sizga javob beramiz deb qo'ydi, hali javobi kelgani yo'q. Oldingi 4 martami, 3 martami bergan advokatlarimiz bergan savolga boshqacha javob berishdi. Men sizga davomini aytib beraman. Buni qalbagini ulab kelaylik. Qalbaki bo'ldi dedi. O'sha
QQsini bekor qildi, pul to'lamadi dedi. 1 milliard to'lash. Mana bizda hozir 600 million edi. Odam 600 millionni to'lab yubordi-da, keyin aytdi, "Voy, men u ish qilmaganman. Men aytib turibman, amaliyotda 99.9% yutqizilib turibdi. Nima qilasiz endi u advokatga ham alohida to'lov qilib boshqa qilsam, unda emas gap" deydi. Men to'lovni qilaman, 600 millionni ham to'lab yubordim. Menga tuhmat emasmi bu deydi. Men 30 yillik tadbirkorman. Men nimani qalbakilashtirdim? Nimani ko'zbo'yamachilik qildim deydi. Endi tasavvur qiling, to'lamasa nima bo'ladi yoki to'lamaganlar bilan nima bo'lib turibdi? O'zingiz bilasiz, departamentga berilib jinoyat ishi qo'zg'atilib turibdi. Jinoyat ishi hujjatni qalbakilashtirish 228 bo'yicha yoki mansabdorlik jinoyati 209 bo'yicha suiiste'mol qilish bo'yicha qo'zg'atilmayapti. Soliq to'lamagan. Soliqdan qochganlik bo'yicha qo'zg'atilib turibdi va odam soliqdan qochgan deb qamalib turibdi. Siz tasavvur qiling, nima uchun hujjatni qalbakilashtirgani bo'yicha qo'zg'atmayapti yoki tergov hujjatni qalbakilashtirgani bo'yicha ketmayapti. Demak, qo'zg'atish o'zi ham noqonuniy. Noto'g'ri bo'lib turibdi. Men tergovchi sifatida aytaman sizga, mutaxassis sifatida, tergovchi bo'lgan odam, hozir tergovchi emasman, tergovchi bo'lgan odam, mutaxassis sifatida meni diplomimda tergov yo'nalishi deb yozilgan. O'sha tergov qilayotgan odamning yo'nalishi tergov deb yozilmagandir balkim. Bilmayman uni. Mayli, unisini u yoqqa o'zi biladi. Endi qarang. Nima uchun mashina qiziq bo'ldi. Men misol uchun yuz bo'lmaganligim uchun bu narsa menga aniq bo'ldi. Nima uchun buni bunaqa qo'ymayapti, hujjatni qalbakilashtirish demayapti? Hujjat yo'q, hujjatni qalbaki bo'lsa, ekspertiza xulosasi bo'lish kerak. Talablar bor hujjatni qalbakilashtirish deb topish uchun. Keling, qalbakidan o'tdik. Hozir mana nechta bizning o'zi bolalar ham boryapti. Men buni qalbaki demayman, ko'zbo'yamachilik deyapman deyapti. Endi ko'zbo'yamachilikka o'taylik. Ko'zbo'yamachilikda o'sha qalbakiga ham, ko'zbo'yamachilikka ham Fuqarolik kodeksi 124-moddada 1-2 qismlarida aniq ta'riflab berilgan. Endi u ko'zbo'yamachilik qanaqa? O'zi nimaligini tushuntirib beraylik, ko'pchilik tushunmaydi. Biz borib sharhlab o'tiramiz. Men endi sudyalar bilmaydimi? Endi nima deydi? Sudya menga o'xshagan. Yo, to'xta. Yo'q, gap insonligini biladigani ham bor, bilmaydigani ham bor. Advokatni ham biladigani, bilmaydigani bor. Sudyaning insonligini qo'yib turing. Sudya yurist. Siz aytganingizdek, qalbaki degan so'zni mohiyatini tushunish kerak. Siz aytganingizdek, ko'zbo'yamachilik degan so'zni mohiyatini tushunish kerak. Qachon qaysi biri qaysi talabga javob beradigan narsani tushunadigan bo'lish kerak. Chunki u qozi, u hukm chiqaradi birovning ustida. Shuni bilmaydimi? Qarang, endi biladimi, bilmaydimi? Bilish kerakmi? Yo, bilib turib qiladimi? Men uni bilmayman. Keling boshqachasi, bilish kerakmi? Yo, bilish kerak, uni bilmay odam inson taqdiri hal bo'lib turibdi. Сознательно qozi buni bilish kerak bo'lgan narsa. Bilish qalbaki deganda palon narsa, ko'zbo'yamachilik deganda mana bu shart bor bo'lishligini bilish kerak, lekin u talab qilmayapti aslida. Ana endi o'tamiz ko'zbo'yamachilik. Qarang, ko'zbo'yamachilik qanaqa o'zi? Oddiy misol bilan tushuntirib beraman. Misol uchun bizda hozir amaliyotda odamlar advokatlar bilan, yuristlar bilan maslahatlashmasdan turib ish qiladi-da. Hali bu madaniyat bizda u darajaga yuksalishmadi. Endi lekin sekin-sekin shunga kelyapmiz. Odamlar sekin-sekin oldin 1000 tadan bitta bo'lsa, hozir 1000 tadan 50 ta odam murojaat qilishni boshladi. Ya'ni, misol uchun sizdan qarz olmoqchiman, siz aytasiz, "Men qarz beraman" deysiz. Lekin uyingizni men nomga o'tkazib turing. Qarzni qayta kattaroq summa, 100 ming, 150 ming dollar haqida gap ketadi. Biz amaliyotda ko'ramiz. Qaytarib beraman uyingizni deysiz. Qaytarib bera olmasangiz, agar siz pulni qaytarib bera olmasangiz, sotib olaman uyingizni deysiz. Odamlar kelishadi, bularni nomiga o'tkazib beradi. Bu yerda aslida maqsad oldi berdiga qaratilmagan. Oldi sotdi emas. Oldi sotdi emas maqsad. Maqsad qarz masalasi, u garov shartnomasi o'zi aslida tegi. Mohiyatan ko'zbo'yamachilik bu. Bu haqiqiy emas deb topilishga asos bo'ladi-da. Mana shu joyda bu bunaqa huquqiy oqibat keltirishga qaratilmagan. Ya'ni sotib olish maqsadi yo'q-ku uni o'zi. Oxir oqibat huquqiy oqibat keltirib chiqarishga qaratilmagan. Ya'ni bir harakat bilan boshqa harakatni yopadi. O'sha qalbakida oxir oqibat huquq oqibat keltirib qaratishga qaratilmagansa, bunda bir maqsad bilan boshqasini yopishga qaratilgansa, boshqasini yopadi. Xo'p, tadbirkorlikda qanaqasida tushunish mumkin ko'zbo'yamachilik qilishni? Ya bu umuman ko'zbo'yamachilikka tushmaydi. Birontasi tushmaydi. Savol bering, xo'p, endi mana hozir bizning holatda, bizning o'sha sudda bo'lgan. Endi qarang, men bitta boshqa tomondan qilaman, to'xtang. Ko'zbo'yamachilik deganda. Keling, bir tomonlama emas-da. Nalogi nima deyapti? Buni maqsadi pulni abnal qilib olish edi. Naqdlashtirib olish edi. Deyapti, misol uchun 100 million puli bor, bozordan borib o'sha narsani naqdga olib kelib qo'ymoqchi edi. Uning uchun qo'liga naqd pul kerak edi. O'sha naqd pul olishi asli ko'zbo'yamachilik qilib falon narsa sotib oldim deb shartnoma qilyapti-da, u aslida sizda u narsa yo'q-da. Shu narsani sotdim deb turib menga shu faktura beryapsiz va qo'liga naqd olib beryapsiz pulni. O'sha naqd pulga borib u
bozordan olyapti. Shu yo'l bilan, ya'ni o'zini naqdlashtirish operatsiyasini ko'zbo'yamachilik qilib oldi sotdi qilyapti degan talqin bilan olayotgan bo'lsa, talqin bilan olyapti deylik. Va ertaga shu narsa bo'yicha aytadigan bo'lsa, qayerdan asoslayapsiz? Chunki sizda bu narsa tegi yo'q edi o'zi. O'shandan asoslayapman deb aytishyapti. Mana sizga ko'zbo'yamachilikni nalogiy qanaqa hazm qilyapti? Shu tomondan yondashaylik. Qarang, birinchidan maqsadni aniqlashni deyarli imkoni yo'q. Uni maqsadi nima bo'lgani, unda u ko'ngliga kirib bilmaysiz-ku. Endi bular bajlarni faqatgina mana narsa sizda rasman yo'qligi uchun maqsadni bular gipoteza qilishyapti. Taxmin qilishyapti. Qarang, rasman demaylik, de facto bor, de yuri ro'yxatdan o'tmagan. O'sha hujjatlashtirish. Boya aytdim-ku, boshida ko'rsatuvim boshida aytdim. Hujjatda sizda yo'q bo'lganligi uchun. Hujjatni noto'g'ri qilishni bular jinoyat darajasiga olib chiqyapti dedim. Jinoyat, chunki adolatsizlik, adolatlilik, insonparvarlik prinsiplari va har qanday shubha gumon, aybsizlik prezumpsiyasi prinsipi ishlamayapti. Ishlaganmi oldin? Yo, endi misolchi jinoyat qonunchiligida ishlaydi. Ha, bo'ldi. Tergovda ishlaydi. Mana keling, mana qilaylik, tergovni misolchi tanqid ham qilaman, sudni tanqid ham qilaman, lekin ishlagan joyini ishlagan deyman. Ochiqga, boyagi gapda haq kim tarafda tursa, o'sha tarafdaman. Bo'ldi. U tarafkashlik qilmayman. 23-modda ishlaydi aybsizlik prezumpsiyasi. Lekin soliq qonunchiligida men ishlaganini ko'rmadim. Soliq qonunchiligida ishlaganini ko'rmadim. Balkim ishlagandir. Bu chiroyli so'z soliq qonunchiligida ham bor. Yo'q, chiroyli so'z bor, u de yuri bor, de facto ishlaganini ko'rmadim. Men ko'rmadim degani bu yo'q degani ham emas. Balkim qaysidir qachondir o'zlariga qaysidir tarafda kerak payt ishlatib, sekingina yopib qo'yilgan joyi bordir. Men ko'rganim yo'q. Uning uchun kerak bo'ladigan qilib ishlatish kerak. Har qanday shubha gumon, gumonlanuvchi, ayblanuvchi foydasiga o'ynash kerak. Ya'ni har qanday yechib bo'lmaydigan masala, boyagidek bunday bunaqa bo'lsa kerak, bunaqa degani bu demak soliq to'lovchini foydasiga o'ynash kerak. Hatto oxirgi konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishda ham shuni kiritib qo'yildi. Konstitutsiya darajasiga olib chiqildi. Davlat bilan fuqaro o'rtasida agar nizo kelib chiqadigan bo'lsa, buni o'rtada hal qilib bo'lmaydigan bo'lsa, taxmin bilan yechmagin, baraka topgur, fuqaro tarafga yurgin. Chunki davlatni qurishdan maqsadimiz o'zi o'sha mustaqillik deklaratsiyasini olib o'qiydigan bo'lsak, bizda hech kim mustaqillik deklaratsiyasini o'qimaydi, qonun konstitutsiyadan boshlanadi deb o'ylaydi. Konstitutsiya polkada qolib ketyapti. O'shanaqa deb o'ylaydi. O'sha yerda yozilgan davlatni qurilishidan maqsadimiz o'zi insonni farovonligini ta'minlash degan. Bular men isbotladim deb turibdi, bizni isbotlamaning deb turibmiz. Sababi bir shartnoma bilan ikki. Unga ham alohida mutaxassislik kerakmi, unga yoki isbot kerakmi? Yo, isbot kerak. Sababi, to есть bu qalbakini aniqlaydigan darajadagi mutaxassis emas, shunchaki isbotlab berish kerak. Shunaqami? Ha, mana qarang. Hujjatni to'g'ri rasmiylashtirmaganligi uchun, buxgalteriya hisobini to'g'ri olib bormaganligi uchun ma'muriy javobgarligimizda 3 barobardan 5 barobargacha jarimalarimiz bor. Mayli, jarimani to'lab qo'ysin. Keling deb o'rgatib keting. Aka, siz olibsiz, sotibsiz. Bular sotganmi? Sotganlar. Bular siz olganmisiz? Olgan. Misol uchun, olganmisiz? Olganman. Sotganmisiz? Sotganman. Bo'pti shu holat. Faqat hujjatni sal noto'g'ri qilibsizlar. Mana bu joyni to'g'rilaylik, lekin beshaklarni to'lab qo'yinglar. Baribir dars olsangiz ham buxgalteriya bo'yicha beshaklar to'lardingiz deb biz do'stona munosabatda bo'lsa, u unda milliardlab kim yozadi? Yo'q, qonunning ruhiyati o'zi shunaqa. Qonunning ruhiyati davlat bilan inson o'rtasida, tadbirkor o'rtasida janjal emas. Buni orqasidan bilasizmi, noto'g'ri tadbiq qilishning natijasidan qancha sudda yuklamalar ko'payib ketdi. Yuklama. O'zi sudgacha ham yetib borish kerak emas. O'rtoqlar, tez kunda Turkiyadagi o'rtak global xalqaro tashkilotimizning O'zbekistondagi vakili sifatida ish yuritayotgan Utax Group System, ya'ni UGS ning faoliyati ishga tushadi. UGS platformasi doirasida barcha sifatli xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar sizga o'z xizmatlarini ko'rsatishadi. Bu degani, bu tizimga faqatgina o'z standartiga ega sifatli xizmat ko'rsata oladigan va har bir xizmatiga javob bera oladigan kompaniyalar qo'shila oladi degani. Agar siz sifatli xizmat ko'rsatuvchi yurist, advokat, buxgalter, soliq maslahatchisi yoki boshqa biron bir sohadagi eng sifatli xizmat ko'rsatadigan darajaga erishgan kompaniya bo'ladigan bo'lsangiz, bizning safimizga qo'shilishingiz mumkin. Birgalikda jamiyatni rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shishga harakat qilamiz. Ba'zi bir insonlar bilan gaplashganimizda 14-15-moddada oqibatni qo'llash mumkin-ku, tergov anaqa soliqchi deb aytadi dedi. Men aytdim, biz oqibatni qo'llashiga qarshi emasmiz. Tergovchi ham oqibatni qo'llaydi 228 bilan hujjat qalbakilashtirish asoslab qo'llaydi. Lekin u mutaxassisning xulosasidan kelib chiqadi. Bularda mutaxassislik bormi dedim. Bu savolga hali hech qachon javob olmadi. Keyin endi tasavvur qiling. Xo'p, ko'zbo'yamachilikka kelaylik. Ko'zbo'yamachilik. Qarang, ko'zbo'yamachilik. Shuni yoritaylik. Qaysi joy biz savol beramiz.
ko'zbo'yamachilik siz topasizmi? Qaysi yana biror bir sud tasdiqlab bergan shartnoma kuchda turibdi. Shartnoma ko'zbo'yamachilik yo haqiqiy emas deb topilmagan, bekor qilinmagan, hech narsa qilinmagan. Hech kim shikoyat ham qilmayapti. Yo'q, hech agar bu bekor qilinadigan bo'lsa, aytadi-da, menga deydi narsamni olib ber deydi. Unda huquq paydo bo'lib qoladi. Men sizga narsa beruvdim, siz pul to'lagandingiz, misol uchun narsamni qaytar deydi. Senga to'lagan pulimdan 12% bu yoqqa o'tib ketdi. Men qaytadan to'lashimga to'g'ri kelyapti deydi. Bu joyga alohida, ha. Tushunasizmi? Unaqa narsa yo'q. Savol bor bunga ham. Ha, hujjat hali kuchli. Yana borib qarasangiz, qaysi xo'p harakatni bu bekitmoqchi edi desak, bu og'zaki abnal. Abnali nima bilan tasdiqlandi? Aynan shuni harakati. Bu abnalchi bo'lishi mumkin. Lekin buni harakatida abnal tasdiqlandimi? Bir jinoyat ishida bu ham jalb qilindimi? Abnalni berildimi? Tergovning xulosasi bormi? Surishtiruv tergov o'tkazildimi? Buni ko'zbo'yamachiligi bo'yicha nima bor hujjat desangiz yo'q. Ya dedi bu bizda ba'zida buni balansida yo'q edi yoki bo'lmasa buni omborxonasi yo'q edi. Xo'p, omborxonasini vaqtida ro'yxatdan o'tkazmagandir, omborxonani uyi deb ishlatgandir. Qaysi tadbirkor soliq qonunchiligi bo'yicha mutaxassis professor? Bu professor darajasiga olib chiqib qo'yildi qonun. Unaqa emas-ku. Amalda o'zi bu narsa bo'lgansiz, ana odam kelib aytib turibdi. Men olganman shu mahsulotni deydi. Bu pul berganman deb turdi. Bitta zo'r narsani ayting. Bularni asoslangan narsasi faqat deydi bizda ro'yxatda ba'zida ko'rinmadi, bo'ldi deydi. Harakatni isbotlab berish kerak bu yerda abnal qilganligini. Bu narsa uchun ikkita narsa bo'lish kerak. Oldin bular oqibatni qo'llashdan oldin o'zi, meni tushuncham, hujjatni aynan o'sha shartnomani ko'zbo'yamachilik bilan qilindi deb topib bekor qilish kerak. Haqiqiy emas deb topish. Chunki boya aytdim-ku, odam keladi-da, aka deydi, men deydi, shunga endi misolga keldik-ku, boya boshida aytgan. Aka deydi, men bunga qarz olgandim, uyimni nomiga o'tkazib berganman. Lekin endi qarzni olib borib qaytarib beraman desam, odam yo'q, uyini bermayman senga deb aytadi. Chunki uyi narxi oshib ketdi deb aytadi dedi. O'shanda sudga murojaat qilib, advokatlar hujjatni ko'zbo'yamachilik bilan tuzilgan deb haqiqiy emas deb topadi. Qiroqga shu joyda o'zi keling, bir tomon o'qimas savol bor. Imini ko'zbo'yamachilik deb topsa ertaga sudya, demak siz menga pulimni qaytarib berishingiz kerak bo'ladimi? Ha? Shunaqa bo'ladi. Men sizga tovar qaytarib berishim. Tovar qaytarib berish kerak bo'ladi. Endi shuni so'ramoqchiman. Ko'zbo'yamachilik deb topilsa, bitim haqiqiy emas bo'lishi kerak. Haqiqiy emas bo'lishi kerak. Chunki haqiqiy emas-ku, ko'zbo'yamachilik uchun tuzilgan. Bitim haqiqiy emas bo'lsa, men ishlatgan narsam nima bo'ladi? Deylik, men siryo sotib olganman sizdan. Qarang. Siryo sotib olganman. De uni ishlab chiqarishga sarf qildim. De sotdim. Deylik, polietilen sotib oldim. Sizdan polietilen sotib oldim 1 tonna. O'yinchoq yasab chiqardim, sotdim. Sotganimda soliqlarini to'ladim. Kalkulyatsiyamda hammasi turibdi. O'sha faloncha polietlendan men o'sha plastmassa o'yinchoqlar yasab sotdim, to'ladim naloglarimni. Endi nalogi kelyapti-da, yo'q deydi, ko'zbo'yamachilik ekan deyapti. Xo'p, ko'zbo'yamachilik desa, demak bitim orqaga qaytish kerakmi? Bitim orqaga. Men sotib qo'yib bo'ldim-ku, rostdan ishlatdim-ku bu narsani men. O'g'irlab kelmadim, ko'chadan aytib olib kelmadim, rostdan ishlatdim. Endi men sizga 1 tonna polietilen qarz bo'lishim kerak. Siz menga pulimni qaytarib berishingiz kerak. Shunaqa. Unda bitimi haqiqiy emas deb topib odamni o'zi undirib berish kerakmi? Kim undirib berish kerak buni? Davlat undirib beradi. U qaytadan sudga beriladi, undirish bo'yicha majburiyat yuklash, o'sha berish majbur. Bu buni da'vo predmeti boshqa bo'ladi. O'shanicha aytolmanda, bular ikkita da'vo qilmayapti. Iqtisodiy sud buni ko'zbo'yamachilik deb topmasdan turib oqibatni qo'llab turibdi deb. Bu ikkinchi da'vo bo'ladi. Bu ko'zbo'yamachilik degan so'z tasdiqlanmasdan, ko'zbo'yamachilik degan so'z tasdiqlanmadi. Bu hujjat kuchli. Bu hujjat kuchli, amalda turib kuchli. Bu hali haqiqiy emas deb topilmagan, bu ko'zbo'yamachilik deb topilmagan. Hujjat kuchli, lekin bular oqibatni qo'llab turibdi. Oldin agar bu haqiqiy emas deb topilsa, u ko'zbo'yamachilik deb topilsa, undan keyin oqibat vujudga keladi. Kimni nechta pul haqqi borligi undan keyin ko'riladi. Ana o'sha joyda keyin ko'riladi. Bu yerda hali bu ko'zbo'yamachilik deb topilmagan. Biz hamma narsasiga rozimiz, faqat yana bir marta endi to'lab oling degan gap bo'lib turibdi-da. Endi u zo'r praktika ayting. Siz aytganingizdek, umuman hech narsaga o'rganilmayapti. Nima desa hop deyilayotganligi bizning o'zimizda amaliyotda bo'ldi. Bir tadbirkorga mana shunaqa
odam gapirgisi ham kelmaydi. U yozayotgan narsasini gapirsangiz bir anaqa qilasiz. Hech narsa asossiz. U tuhmatda u so'z. Qalbaki yoki ko'zbo'yamachilik yoki yetarli rozi darajada ehtiyotkorlik bo'lmagan deb bitim topildi. Shuning uchun endi qaytarib bersin deb da'vo qilyapti. Sudga boryapmiz, iqtisodiy sudda. Kim ekan abnalchi desak, palon kontragenti abnalchi. Mana shumi? Ha. Nega abnalchi deyapmiz? Bu NDS o'chib qolgan. Nega o'chgan? Adresi noto'g'riligi uchun o'chib qolgan ekan NDS. Adresi noto'g'riligi uchun NDS o'chib qolgan, lekin buni prosta NDS o'chganligi uchun qalbaki deb urishyapti. Endi keyin aytamiz, qaysi tovar qalbaki bo'lsa, to есть qaysi tovar bo'yicha, mana bitim bo'yicha, mana stakan olib kelgan bitim bo'yicha sen o'sha ko'zbo'yamachilik topyapsan, ha. Nega? Abnal qilgan deyapsam, ha. Qanaqa abnal qilgan? Bu men siz bilan ishlagan bo'lsam aytdim. Korxona mana o'zi importni kontrakt qilib, pul chiqarib, rastamoshka qilib, tamojadan, bojxonadan olib kirib kelgan shu tovarni. Shu tovarni imini kodlari bilan o'tib kelyapti, menga sotyapti. Aynan o'zi olib kelgan tovarni menga sotyapti-da, u NDSni o'sha paytda zachotga ham olyapti, u NDS bo'yicha unga ham da'vo qilayotgani yo'q. Tamojadan olib kelgan NDS to'laganini zachotga olyapti, menga bergani bo'yicha Rossiyasidan nalogini to'layapti, просто ko'zbo'yamachilik deb yozib qo'yibsan. За что? Hammasini isbotlab bergandan keyin hozir bu ham so'radilar-da. Nimasi bilan asoslab berasan siz? Yo'q, bizda programmada shunaqa chiqdi bo'ldi deyapti. Bo'ldi, programma chiqqan ekan, udi soliqchi haq bo'ldi. Men tushunaman, agar uni prihodida yo'q bo'lgan holatlar bo'yicha bo'lsa ham, mayli sudya buni o'sha ko'zbo'yamachilik nima degan narsani bilmas ekan sudya yoki o'sha qalbaki degan narsani bilmas ekan. Chunki ana unda prosta prihodida yo'q deganligi uchun ishonib ketib qoldi desak, tushunardim, shu narsalarni bilmaganlik uchun qo'yib yubordim, lekin manzili boshqa bo'lganligi uchun hujjat ko'zbo'yamachilik prihodida bor-da, o'zim olib kelganman deyapti. Kontragentni ham olib kelganmiz deb, men o'zim olib kelganman. Mana kontraktim. Mana GTD ham deyapti. O'zim sotganman. Nimaga bunaqa qilyapsizlar? Prosta programmada chiqdi bizda deyapti. Soliqchi boshqa gap qolmadi soliqchida. Bizda programmada chiqqani uchun biz qildik. Bu avtomat ketib qoldi bu. Bo'ldi, unda haqsizlar bo'ldi. Mana qaysi darajada ishga chuqur kirilmayapti. Siz-ku buni qalbakiligini o'rganish kerak, ko'zbo'yamachilikka asoslash kerak deyapsiz-ku. Qaysi darajada ishga yondashuv qanaqa? Endi bizda mana bunaqa narsa edi. Tergovda o'sha Ichki ishlar vazirligi akademiyasida o'qiganimizda ustozlar aytardi. 3 ta joyda javob berasizlar derdi. 3 ta joyda. Siz tergovchi bo'lsiz, inson taqdirini hal qilasiz, qaror chiqarayotganingizda chuqur o'rganing, shoshilmang derdi-da, 3 ta joyda. Birinchisi qonun oldida derdi. Mayli, qonunni zo'r bilarsiz, o'ynatib tashirsiz, shu aybsiz odamni ham aybdor qilarsiz derdi. Ikkinchisi qonundan tashqari uyga borganingizda, boshqa joyda o'zi yolg'iz qolganingizda vijdon oldida javob berasiz derdi. Ustozlar-da shunaqa. Vijdoningiz oldida nima deb javob berasiz derdi. Chunki uni bola chaqasi qolib ketdi. Uni oila, bola chaqasi, ota-onasi, ayoli qolib ketdi derdi. Vijdonni ham yeb qo'ysangiz agar derdi. Bo'lishi mumkinmi? Vijdonni ham yeb qo'ysangiz, u dunyoda Xudoni oldida qanaqa javob berasiz? Shuni hisobga olib turib qaror qabul qiling derdi. Biza qaror qabul qilayotganda har bitta narsasiga detal kirardik. Holat bo'lgan, yuqori turuvchi nazorat organi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib berilgan menga. Qarasam, hozirlar shunaqa 3 ta narsa oldi javob beradimi? Yo, endi bizlarni ustozlar shunaqa o'rgatgan. Bizda ustozlar shunaqa o'rgatgan. Holat bo'lgan, jinoyat ishi qo'zg'atilganda kelgan, men qarab turman, ikkita dalil bor, odamni qamashga ketadi. Lekin odam 50 dan oshgan yoshi, ko'zida yosh bilan aytib turibdi suratdan. Tushunarsiz bo'lib turibdi bu yerda. Men unaqa qilmaganman. Yurak bermayapti shu odamni ayblashga. Bo'ladi-yu, mana ana Jinoyat protsessual kodeksida tergovchi dalillarga va o'zining ichki asosiga, ichki ishonchiga asoslanib qaror qabul qiladi deyilganda, ichki ishonch alohida urg'u berib o'tib ketgan. Ichki ishonch berilmaydi. Men bordim, hokimiyatga bordim deb titkiladim. Rosa titkiladim deb aslida u jinoyat bo'lmaganligini bir xodim, hokimiyat xodimi noto'g'ri ma'lumot berganligini orqasidan oqibatdan qo'zg'atilganligi, mana qarang, xodimni sovuqqonligi bilan qo'zg'atilganligini isbotlab berdim. Yuqori turuvchi organdan qo'zg'atilib kelingan. Men yosh leytenantman, tergovchiman. Men uni shoshmashashalik bilan qo'zg'atilgan deb bekor qilib hokimiyatga nisbatan taqdimnoma kiritib yuborsam, u payti mumkin emas ekan. Men bilmaganman. Endi hozir bemalol, hozir tergov organlarining mustaqilligi ta'minlangan. Hozir ancha boshqacha siyosat ko'z tegmasi gaplashamiz bilan. O'sha paytda ba'zi insonlar kelib, nima hokimiyat ustidan taqdimnoma berdingiz? Bu odam qamalib ketardi, noto'g'ri ma'lumotnomasi bilan. Sovuqqonlik bilan qaraganni desam, o'sha paytda yo'q, unaqa qilmang, boshqa qaytarib oling taqdimnomangizni deb
Mana shunaqa holatlar bo'lgan. Demoqchimanki, bir inson ma'lumotnoma berayotgan paytda qonun, vijdon va Xudo oldi, Alloh oldi. Endi hammani xudosi har xilda, biz demokratik jamiyatda yashaymiz. To'g'risi, o'sha Xudoning oldida javob beraman degan hissiyot bo'larmi-ku, yo'qmi degan savol bor. O'shanisini oldida tursin-da, endi ularni ustozi qanaqa o'rgatgan bilmayman. Lekin haq tadbirkor tarafida tursa, tadbirkor, odam keladi bizga. Aka deydi, mana bunaqa desa, soliqini to'lab qo'ying deymiz. Iloji yo'q buni deymiz. Siz haqiqatdan soliqni to'lamagansiz, buni to'lang deymiz. U bizni uni qing'ir qiyshiq tarafga olib ketmaymiz. Lekin u inson agar haq bo'lsa, biz oxirgacha charallab turamiz-da, "Ey, sen noto'g'ri odammi? Anaqa turibsan." Advokat kim degan bir savol bo'ldi-da yaqinda. O'zi advokat kerakmi jamiyatga, kerak emasmi degan bir joyga borsam, bir yig'ilish bo'ldi. Men mehmon sifatida chaqirishdi, oliy o'quv yurtiga yuridik yo'nalishdagilarga men gapirsam, advokat kim, kerakmi deganda aytdim-da, advokat davlatning lafzini so'raydigan odam. Sizni lafzingiz boshqacha edi. Shu lafzingizda turing deydigan odam dedim. To'g'risida, u shu agarda zo'r o'xshatish bo'ldi. Ha, u chunki jamiyat va davlatning kelishuvi bor-ku o'rtasida. Agar odam kelib lafziga turmasa, biz aytamiz, "Ey, siz davlatda oldida lafzingiz bor edi. Siz soliqini joyida to'lab qo'ying" deymiz. Bizni bu gapimiz bilan na soliq idorasiga, na biror bir tashkilotga, na tergov organlariga, sudga qarshi emasman. Meni qo'limda hozir 14-15 bo'yicha yutilgan iqtisodiy sudning oliy sudi, iqtisodiy tarafdan oliy sudning qo'limda qarori bor. Hozirgi kecha kunduz adolat qaror topgan. Haqiqatan soliq bilan urushgan paytimizda o'zingiz bilan birga aniq qilganmiz. Eslasangiz, birinchi instansiya sudida yutuvdik, apellyatsiyada yutqizuvdik, oliy sudda yutgandik. O'shanda ham haqiqatan sudlar tomonidan noto'g'ri amaliyot qo'llanib turganligi, ba'zida endi inson faktori bo'lib qoladimi, sovuqqonlik bilan qarab bilmayman. Ularni endi fikricha to'g'ri, lekin yuqori turuvchi sudning fikricha noto'g'ri bo'lgan qarorlar qabul qilingan joyi bor. Lekin oxir oqibatda yutgan joylarimiz ham bor. Lekin 14-15 bo'yicha ko'pincha juda qiyin bo'lib turibdi. Juda qiyin bo'ldi. 3-hissasiga 14-15 uchinchi qismi qalbaki hech kim isbotlab bera olmaydi. ko'zbo'yamachilik. Ko'zbo'yamachilik ham. Demak, bu kelasi shunchaki prosta gapirilgan gap xolos, asossiz gaplar. Ko'zbo'yamachilik bo'lishi uchun bu shartnomani, xo'p, qaysi shartnoma tuzmoqchi edi degan o'sha shartnomani topib berish kerak. Asoslab isbotlab berish kerak. Ha, isbotlab berish kerak. Keling, kichkinalik rezyumirovat qilamiz. Qalbaki degan so'z hech kim isbotlab bera olmagan shu paytgacha, to'g'rimi? Bunaqasini ko'rmadim, ekspert xulosasini ko'rmadim. Ko'zbo'yamachilik ham hech kim asoslab bermagan. Yo'q, qaysi shartnoma? Shunchaki ikkalasi ham gapirilgan gap bo'yicha ketyapti xolos. Tagida hech qanaqa asos yo'q. Ya'ni men bizning advokaturaning pozitsiyasi shunaqa. Ha, amalda ham shunaqa bo'lib turibdi. Endi bizning xulosamiz shunaqa, ularning xulosasi boshqacha. Siz hozir yuridik jihatdan isbotlab berishingiz xulosasi shunaqa. Qalbakini ham hech kim isbotlab bermayapti. Yo'q. Ko'zbo'yamachilikni ham hech kim isbotlab bermayapti. Yo'q, isbotlab bermayapti. Uchinchi holat qolyapti. Lozim darajada ehtiyotkorlik. Bu prosta lozim darajada ehtiyotkorlik qilmagan deganligini o'zi shunaqa huquqiy oqibatga olib keladimi? Endi bitta gapni, bu moddani chiqqan payti men aytganman. Yo'q, lozim darajada ehtiyotsizlik bo'lsinsa, QQSini yana qaytadan 2-3 marta to'lasin degani emas-ku. Bular yo'q, biz buni to'laganini hisobga olmaymiz degan ma'noda gapirdim. Lozim darajada ehtiyotkorlik bo'lmaslikni o'zini birinchi tushunib olaylik. Nima bu deganda, bular o'sha bilmayman, qonun chiqaruvchi nima bilan bu moddani kirgizib qo'ydi. Buni ana ruscha chiroyli gap bordi. Я не знаю, что они там курили, когда вот это писали. Tushunmadim-da, men o'sha payti chiqqan payti aytdim, bu demokratiyani prinsipiga, fundamental asoslariga zid bu. Mana shu moddani o'zi. Nimaga? Qarang, 5 ta narsa bor. O'sha lozim darajada ehtiyotkorlik bo'lish uchun odamni deydi. Ha, yoningizda bor. Bir qarab bersangiz ham bo'ladi. Mana qarang. Mayli qaraylik mana. Tuzilgan bitimlari bo'yicha qilingan xarajatlarni birinchi deydi sifatida hisobga soliq organidan hisobga qo'yilgan. Hisobga qo'yilgan. Bor, fakt bor. Mayli, buni qaradi, narsalarni tasha. Kontragentning ishbilarmonlik obro'si. U nima? Kim beradi uni? Mahalladan spravka olish kerakmi? X. Yo'q, kim beradi uni ishbilarmonlik obro'si? Oxiri yozilgan kim gapiradi, mana oldinda oxiri yozilgan kim berishi? Shoshmay turing, men ham bilaman bu moddani. Ishlab chiqarish bazasi va xodimlarini mavjudligi, moliyaviy holatini bitim bo'yicha majburiyatni bajarish qobiliyatini tekshirib, lozim darajada ehtiyotkorlik qilish shart deyilgan. Va undan keyingisini o'qing. Soliq to'lovchi tomonidan uning oldidagi o'z majburiyatlarini bajarmagan shaxslar bilan tuzilgan bitimlar bo'yicha qilingan xarajatlar, agar ushbu soliq to'lovchi bitim tuzayotganda lozim darajada ehtiyotkorlik qilmagan bo'lsa, soliq solish maqsadida tan olinmaydi.
yana o'qing. Hop, soliq organlari siz uchun, organlar soliq to'lovchilarga kontragentlarning soliq organlarida soliq to'lovchi sifatida hisobga qo'yilganligi to'g'risida axborotdan, shuningdek boshqa axborotdan O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi tomonidan belgilangan tartibda foydalanish imkoniyati beradi. Kim berar ekan bu imkoniyatdan foydalanish? Ya. Lozim darajadagi ehtiyotkorlik. Nima uchun kerak buni bo'lgan o'qimayotgan? Ma'lumotlarni kim berish kerak? Bu berish kerak. Qarang, sal boshqa narsa-da bu yoqda. Bu ikkiga bo'laylik buni. Aha. Mana men qaytadan o'qib beraman mana shu 3-qismini. Soliq organlari soliq to'lovchilariga kontragentlarning soliq organlari soliq to'lovchi sifatida hisobga qo'yilganligi to'g'risida axborotdan, shuningdek boshqa axborotdan O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi tomonidan belgilangan tartibda foydalanish imkonini beradi deb turibdi. Bu biza belgilab beramiz demayapti. Mana shu joyini aytaylik-da. Mana meni e'tirozim ham shunda bo'lgan. Voy baraka topkur. Buni obro'sini, buni to'g'ri ishlashini, shuncha kuch va vositalar, milliardlik sizdagi kuch va vositalar, shuncha data centerlar, aytishliklar bilan, Shuncha armiya bilan siz belgilab bera olmasgansizda, bechara tadbirkorga, u tadbirkor deganda bizani oldimizda, ko'zimizda faqat ana 2000 ta ishchisi bor, butun bir buxgalteriya armiyasiga ega bo'lgan odamni ko'rmaylik. 15 ta firmaga отчет topshiradigan o'sha 15 tasini ichida bu bitta bo'lgan, ana bittagina buxgalterga qaragan kichkinagina tadbirkorni ham ko'raylik. Unda unaqa kuch yo'q. O'shaning uchun men bunga yetmaganim. Bular qonunda ochiqchasiga ham yetmayapti. Biza belgilab beramiz demayapti. Biza deydi buni organdan o'tganligi bo'yicha va boshqa ma'lumotlarni beramiz. Boshqaga qaysi biriga kiradi? Men boshqaga hammasini kiritaman. Yuqorida aytayotdi-yu, obro'sini, anuni, mamini bilgan deyapti. Men boshqaga hammasini kiritaman. Men haqmanmi? Qarang, boshqa axborotdan foydalanish bo'yicha gapiryapti-da. Boshqa beraman demayapti. Mayli. Boshqa axborotlardan foydalanur deyapti. Mendagi bor boshqa hamma axborotdan foydalanur, lekin oxir oqibat sizni bo'yningizda mas'uliyat deyapti. Bu bo'yniga olmayapti 3-qismi bilan. O'shaning uchun 3-qismini o'qimayotgandim. Lekin biz ham o'sha qatnashganda, qabul qilishda qatnashganda biz ham aytgan edik, e'tiroz bildirgan edik. Kim o'zini skladiga borib, "Ke mana bor" deb ko'rsatib beradi? Bir. Rostdan bormi, yo'qmi degan savolga kim javob berib, "Ha, ke" deydi. "Ha, mana shuncha xodimim bor, bu yoqqa deb." Endi siz har bitta bitimda yurishingiz kerak-da, masalan, bordingiz. Keling, mana shu joyda to'xtaylik. Bu majburiyat, ha? Mana bu yerda majbursan, borib tekshirgin deyapti. O'sha ombor, mana ombor to'g'risida gapirdi. Ombor va xodimini savol beraylik. Unda huquq bormi o'zi? Men shu narsani aytmoqchiman. Birinchidan, kim borib tekshira oladi, kim pazalat qilib beradi, qo'yib beradi. Huquq bormi? Yo'q. O'zi huquq bormi? Xodimlar soni, uni moliyaviy iqtisodiy bazasiga kirish. Men hozir katta biror bir tashkilotni olaylik, mana Karzinka yo Makroga borsam-da, men siz bilan shartnoma tuzmoqchi edim, menga xodimlaringiz soni va anaqani beringiz. Birinchidan menda unaqa huquq yo'q. Uni majbur qiladigan. Men taklif berishim mumkin. Taklifga huquqim bor. Men qilmayman dedi, bu tadbirkorlik siri dedi. Nima uchun men sizga moliyaviy holatimni ochib berishim kerak? Xodimlarimni ham ko'rsatmayman dedi. Ertaga xodimlarni bilib olib, men o'zimga olib o'tish bir imkoniyat bo'lib qoladimi? Bu konfidensiallik, uni xodimlari, uni mayli soliq organi bilsin. Lekin nimaga nariga bilish kerak? Nimaga men sizga o'zimni mutaxassisim to'g'risida ma'lumot berishim kerak? O'zimni kuchli buxgalterim, kuchli yuristim, kuchli ishlab chiqaruvchim, kuchli o'sha tahliydigan boshqa IT ishliklarim to'g'risida nimaga ma'lumot berishim kerak? Mana IT firmalar nimaga kirmaydi O'zbekistonga? Qaysi IT ishlik o'zini IT firma o'zini kuchli IT ishligini ko'rsatgisi keladi? Hozir davlat misol uchun men demak bu Karzinka misolida olaylik-da, endi anaqamiz, men hozir esimga tushgani shu bo'ldi. Makromi yo boshqami yo boshqasini olaylik. Men uni kopiya qilib olishim uchun xuddi shunaqa ochmoqchiman. Birinchi unga oddiygina bitta semichka sotar ekanman-da. Uni pol ichki to'liq moliyaviy holatlarga, bazalarga, nechta ishchi, qaysi joyda, frontlar qanaqa ajratilgan, sotuvda qancha odam, kassada nechta odam o'tiradi, taxlashda nechta odam, ular qanaqa tartibda ishi, hammasiga kirib borib, o'zimga ular million dollar bilan erishgan yutuqni shuna tekinga olar ekanman-da. Keyin o'zim bu yoqda bo'ldi, tayyor mana menda proyekt bor, ochar ekanman. Endi sizlarga semichka sotaman deysiz keyin. Ha, endi bo'ldi, biz siz bilan semichka, endi sizlar mendan olasizlar deyman-da, sizlarga sotaman. Unga kim ruxsat beradi, kim yo'l qo'yadi bu narsaga? Bu bir unaqa huquq yo'q-ku. Biza mana qarang, mana tergovchi ikkita narsa bor. Birovni tekshirish uchun. Birinchisi ko'zdan kechiradi. U ruxsat bersa ko'zdan kechirish mumkin. Uni ichiga kirib, uyiga kirib, tashkilotiga kirib, agar juda zarur bo'lsa,
prokuror, oldin prokuror, hozir sudning sanksiyasi bilan tintuv beriladi. Tintuvda ro'y qo'ymasa buzib kiriladi. Bu yerda tintuv yo'q, boshqa odamga hech qanaqa unaqa imkoniyatlar berilmaysa, sen kirasan deydi. Kim beradi? Bunda unaqa vakolat bormi? Keling mana shu bitta mana shu joyiga aniq qoraylik. Ishbilarmonlik obro'si deb yozib qo'ygan yana. Uni obro'sini kim tasdiqlab beradi? Birinchidan Mana bitta keling mana shu 5 ta narsa bo'yicha bular soliq qo'mitasi 5 ta joydan misol uchun ma'lumotnomalarsiz deb biriktirib qo'yasiz desa biz shu ishni qilaylik. Men aytib, oldimga odamlar kelyapti, aka men 14-15 ga tushmasligim uchun nima qilishim kerak deb savol beryapti. Siz allaqasiz, yuristsiz javob bera olasizmi? Mana hozir esa 14-15 bo'yicha odamlar 600 million, 1 milliard, 1 milliard 200 millionga tushib, pulini to'lamasdan qamalib ketayotgan ekan. 5 yil o'tirib chiqib, nimaga qamalganini bilmayapti aka odamlar deydi. Nima qilay 14-15 ga tushmaslik uchun mana shu lozim darajadagi ehtiyotkorlik bo'lishini nima qilaysa bilmayman deyman. Bilmayman. Chunki bironta narsa qani bir tartibi bormi? Mana. Demak, bu falonchi joydan ro'yxat olasiz, pismadonchi joydan ro'yxat olasiz degan joyi yo'q. oddiy bitta narsa soliqlarda aniqlik prinsipi degan narsa bor. Umuman o'sha prinsip ishlamayapti degani. Keling, noaniqlik bo'lib turibdimi? Noaniqlik bo'lsa, noaniq bo'lganda nima bo'lish kerak? Afsizlik prezumpsiyasi prinsipi ishlashga. U ham ishlamayapti-da. Bo'lmasa u moddani olib tashlaylik. Endi xudo xolasa yaxshi bo'ladi degan niyatlar bor. Yana boshqatdan qizil, yashil shot fakturalarga o'tishyapti. Sizga qizil shot faktura keladigan bo'lsa, kontragentingizda u narsa tegadi, yo'q asli, yo'q narsani sotyapti sizga degan risk keladi. O'sha narsa bo'yicha siz qabul qilaveradigan bo'lsangiz, ertaga kontragentingizga 14-15 bo'yicha chiqib qolsa, siz o'zingiz ayblayvering. Va yashil shot faktura kelsa, qabul qilsangiz bo'ldi. 1 yil, 2 yil, 3 yil o'tgandan keyin kontragentingiz обналичие deydigan da'vo bilan chiqib chiqmaydi. O'zi aslida bu muammo degan tartibni endi qo'yishyapti, lekin bitta xavfini aytaman, ertaga hammanikini qizil qilishni boshlashadi. Yashil qilishi o'zi qimmatga aylanadi. Qimmatga aylanadi. O'zi bu narsani o'zi to'g'rilashda o'sha tizimni tipochka emasda, nima keragi bor tipochkani? To'g'ridan to'g'ri. Bo'ldi. Shu mana faqat misol uchun men xaridor bo'lsam, men biror bir joyga borib mahsulot, men oddiy jismoniy shaxsda unaqa imkoniyat yo'q. To'g'ridan to'g'ri davlatga index to'lab olish. Lekin har qanday yuridik shaxsda to'g'ridan to'g'ri to'lab olish imkoniyati bormi? Yozib qo'yadi. Har qanaqa o'sha to'lov kelish kerak bo'lsa 112 so'm, shundan 100 so'mi o'zini puli, 12 so'mi qo'shimcha qiymat solig'i deydi. Bo'ldi, 12 so'mini bunga bermay omonatni davlatga to'lab oling. Bunga beramiz, bu olib borib bermasa omonatga xiyonat qilsa, o'sha davlatning haqqi edi. Bu 12% qo'shimcha qiymasi o'shanga qilmasa, bizga yo boshqatdan to'lagin. Biz buni bekor qildik. Sen bu yerda ehtiyotsizlik qilmabsan, yomon odamga beribsan, endi xuddiki degan narsa bo'lib turibdi. Zachotka masalan to'g'ridan to'g'ri ustamasini o'ziga 12% to'lab qo'yib qolmasdi. Ha, o'zi u davlatni o'ziga to'lab olib qolaylik. 100 so'mga oldi, 120 so'mga sotdi. 20 so'mga 12% to'laver bo'ldi. Ha, o'shani o'ziga bermaylik demoqchiman. Pulni o'sha bilan o'tkazib yuboramiz-ku baribir. Ha. Shunaqa narsa. Bu ham bitta variant. Keyin Suhrob aka, mana 14-15 mana lozim darajada ehtiyotkorlik boshqa fikringiz yo'qmi? Bo'lib qo'ydim-da hozir. Xolos, men o'zi bitta-bitta aytib chiqmoqchi edim. Endi o'shanga aytdim, sirasiz fikringiz bo'lib qo'yganim. Soliq to'lovchi sifatida hisobga qo'yilganlik. Mayli, u tushundi, gap yo'q. Kontragent ishbilarmonlik obro'sini buni kim belgilaydi? Hech kim belgilaydi. Hech kim belgilaydi. Ishlab chiqarish bazasi. To'xta, shoshmang. Demak, O'rtoqlar tez kunda Turkiyadagi o'rtak global xalqaro tashkilotimizning O'zbekistondagi vakili sifatida ish yuritayotgan Utax Group System, ya'ni UGS ning faoliyati ishga tushadi. UGS platformasi doirasida barcha sifatli xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar sizga o'z xizmatlarini ko'rsatishadi. Bu degani, bu tizimga faqatgina o'z standartiga ega sifatli xizmat ko'rsata oladigan va har bir xizmatiga javob bera oladigan kompaniyalar qo'shila oladi degani. Agar siz sifatli xizmat ko'rsatuvchi yurist, advokat, buxgalter, soliq maslahatchisi yoki boshqa biron bir sohadagi eng sifatli xizmat ko'rsatadigan darajaga erishgan kompaniya bo'ladigan bo'lsangiz, bizning safimizga qo'shilishingiz mumkin. Birgalikda jamiyatni rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shishga harakat qilamiz. Bu asosan ko'pincha anaqada qurilish sohasida bo'lyapti. Yo, men misol tariqasida aytaman. Qurilish sohasida konstruksiya olmoqchi edingiz. Shuncha quruvchisi yo'q, shuncha ustasi yo'q. Sen mayli, abnal qilgansan. Bo'ldi, mayli, boshqa holatga o'taylik. Suv olmoqchi deylik. Siz suv olmoqchisiz. Qanaqadir bir o'sha shirin napitka olmoqchisiz-da. Borib ko'rishingiz kerak uni. Demak, hozir bundan shunaqa xulosa kelyaptiki, laboratoriyasida xodimlar bormi? Va u laboratoriyadagi xodimlar aynan suvni tekshirish bo'yicha laborantmi? Chunki laboratoriya xulosa bermasa har kunlik suvga chiqmaydi-ku. Boshqa narsa chiqib qoladi. Buni sal e'tiroz qilaman sizga.
Bu mutaxassislari borligini demayapti, xodimlari borligini. Xodim deganda ertaga mana qarang, lozim darajada ehtiyotsizlik, Ehtiyotkorlik. ehtiyotkorlik. Siz xodimini tekshirgan, mutaxassisligini tekshirmagansiz, ehtiyotsizlik qilgansiz deydi. Oxiridan kelib chiqaylik. Hop, hozir deydi, suv ishlab 4 ishlab chiqarishga deydi, borib turib 4 ta dehqonni olib kelib turib deydi, ro'yxatdan o'tkazib qo'ysangiz bo'ldimi? Xodimingiz bor deb hisoblashim kerakmi deydi. Ha. Shunaqa. Unaqa misol tariqasida-da. Unaqa emas-ku. Bu lozim darajada ehtiyotkorlik bular bu narsani qilayotgan paytda bilmadim, qanaqa masshtabga olib kelishini hisobga olmayaptimi, bilmayman. Tushunmadim to'g'risi. O'zi hech qanaqa huquqiy oqibat keltirib chiqarmaydi asli. Lekin bundan huquqiy oqibat qo'llashyapti. Ha, endi qarang, moliyaviy holatini Отчетini olish kerak. yo'q, отчет emas, boyagi narsa. Ishlab chiqarish uchun mana shu narsani ishlab chiqarish uchun demak 6 oy muddat ketadigan bo'lsa, 6 oy bu yonidan elektr energiyasiga to'lab turishga boshqa joydan qo'shimcha mablag' kelmasa ham, xodimlarga to'lab turishga boshqaga Unga ham aniq tushuncha yo'q. Siz bu yo'q. Bu ma'ni tushuncha. Bu yerda bitta narsani aytib o'tish kerak, ta'riflar 3 xilga bo'linadi. Ta'riflar o'zi demak ilmiy ta'rif va erkin ta'rif. Men ilmiy va erkin ta'riflardan foydalanaman-da, ikkinchi. Va uchinchisi rasmiy ta'rifga. Rasmiy ta'rifni kim beradi desangiz, normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunga asosan konstitutsiyaviy sud beradi. Konstitutsiyaviy sudni bunga ta'rifi yo'q. O'shaning uchun meniki erkin rasmiy ta'rif. Agar boshqacha bo'lib, konstitutsiyaviy sud chiqib turib, mamlakat edi desa, biz qo'l ko'taramiz yurist advokat. Chunki biz qonunga bo'ysunamiz. Qonunda normativ huquqiy hujjatlarda shunaqa deb yozgan. Bu yerda umuman ta'rif yo'q bunga. Sharh yo'q. Sharhni kim beradi desangiz, sharh yo'q. Bizni yurist sifatida mana shunaqa sharhlaymiz. Chunki nimadan kelib chiqib sharhlayapsiz bunaqa desangiz, ertaga sudga borganda boya aytdingiz-ku, sudda boyagidek gapirish ehtimoli bor. Siz 4 ta odamni umuman boshqa mutaxassisligini olib kelib ro'yxatga olib qo'ygansiz. Lekin bular bunaqa narsa chiqarish imkoniyati yo'q edi-ku. Chunki eksperiment tergov harakati bor-da bizda. Tergovchilar, men tergovchi ko'zi bilan qarayman. Eksperiment tergov harakati o'sha narsani qila oladimi, yo'qmi degan narsani qo'yamiz-da. Zo'r bo'ldi. Endi bitta narsa, Murodjon aka, uzr. Bitta narsani tushunishimiz kerak. Hammamizni vazifamiz deymizmi, maqsadimiz menimcha yagona. Bu vatanimizni ravnaqligiga erishish. Rostdan shunaqa bo'lsin ish qilib. Yo'q, bizda misol uchun maqsad shunaqa. Men o'zimga javob beraman, o'zingizga javob berasiz, lekin men qolganlarga javob bera olmayman. Menimcha qolganlar ham shu bo'lsa kerak deyman. Davlatimizni yaxshi gumonda bo'lamiz. Ha, yaxshi gumonda bo'lamiz. Endi ular ham soliqchilar, mana o'zingiz ham soliqdan chiqqansiz. Soliqchilarning ichida ko'p aka-ukalarimiz bor, tanishlarimiz bor. Yaxshi, halol, yaxshi insonlar ko'p. Juda ham ko'p. Mana ochig'ini aytish kerak. Borib to'g'ri tushuntirsangiz, to'g'ri tushunadiganlar bor, yordam beradiganlar bor. Haqiqatda shunaqa. Ko'pchilik masalan tergov organlaridan ham juda ham qo'rqadi. Haqiqatda biz o'zida ham ko'rganmiz, tergovda ham juda ham adolatlilar bor. Bitta ko'rganimizda otib yuboradi, nima qilsalar bor. Bu kamchiliklar Amerikada ham bor. Biza hozir aytganim, Amerika qanaqa qilib Amerika darajasiga yetdi? Mana shunaqa ochiqchasiga gapirdi. Oldin gapirib bo'lmas. Gapirgan odam bir joylarga kirib ketardi. Katta ehtimol bilan. Shu ikkinchi ma'muriyat bo'lgandan keyin biza hatto o'sha to'g'ridan-to'g'ri munosabat ko'rsatuvlarda ham gapiramiz. Gapirdik. Hozirgacha ham televideniyada gapiramiz. Keraksa konstitutsiyagacha tanqid qilamiz. Nimaga? Bu prezidentimiz kelganlaridan keyin o'sha Sirdaryoda bo'lgan yig'ilishlarda ochiqlik, so'z erkinligi, ochiqlik siyosati va Sirdaryoda bo'lgan yig'ilishda bitta gapni aytdilar-da. O'sha narsani biz o'zimizga advokatlar, men o'zim va jamoamni nazarda tutolmay bayroq qilib olganmizki, prezidentimiz bitta gaplar bor. Biz 30 yil davomida maqtadik, hech narsaga erisha olmadik. Bo'ldi, maqtaydigan davr o'tdi. Hozir kamchiliklarni aytishimiz kerak edi. Va kamchiliklarni tan oladigan. Mana yaqinda prezidentimiz o'sha prezident administratsiyasi rahbari ham borib ko'rganlarda qo'shni davlatlar tomonidan ham e'tirof etildi. Borib o'sha kasalxonani qanchalik kamchiligini ko'rsatib o'sha yerda qattiq turdilar. Bu nimaga? Chunki hozirgi paytda ochiqlik siyosati kamchiliklarni etadigan siyosat bo'lib turibdi. Shuni orqasidan sudlarda yutib turibmiz. Shuning uchun men advokat bo'ldim. Shu narsalarga ishonib. Zo'r. 14-15 menimcha yetarli darajada yorita oldik deb o'ylayman. Imina qalbak masalasida ham, ko'zbo'ymachilikka ham, lozim darajadagi ehtiyotkorlikka ham va kelishuvimizga ham amal qilamiz. Albatta. Siz yozgan xatlaringizni menga berasiz, men ham yozaman va siz ham men ham lozim darajadagi ehtiyotkorlik bo'yicha bitta qolib ketgan joyi bor. Aniqlik so'rab yozamiz albatta. Amaliyotda bitta qolib ketgan joyi bor, hozir kunda bo'lib turgan narsa. Odam keldi, men dedi, mana to'ladim dedi. 500 milliondan ortiq, yarim milliarddan ortiq pul to'ladim dedi.
men aytdim bu to'ladingiz-ku nima qilasiz endi ketavering urushib desam u aytdi yo'q dedi. Men 30 yildan oshiq tadbirkorlik qilib turgan odamman. Men hech qachon davlatda aldamaganman dedi. Bu menga nisbatan haqorat tuhmat deb baholayman dedi. Agar unaqa bo'lmasa sud menga sudning xulosasi berilsin dedi. Men shartnoma tuzaman dedi. Qalbakilik bo'yichami? Qalbaki ko'zbo'yamachilik topgani bo'yicha dedi, sizlar dedi menga o'shani haqiqatni adolatni chiqarib beringlar dedi. Keyin biz yozdik. Ichki ishlar organlariga yozdik. Poytaxtda bo'lib turgan gap bu. Bugungi kecha kunduzda bo'lib turgan gap. Yozdik, shunaqa bularni harakatida tuhmat alomati bormi dedik. Tuhmat bo'lmasa kesinda isbotlab bersin. U taxminan oldim, o'shaning uchun bunga 14-15 o'shaning uchun qaqasini qo'llamang degan narsa bo'lmaydi dedi. Aha. 4 marta ichki ishlar organi bekor qildi. 4 marta qaytarib yubordi. 4 marta profilaktika inspektori. Endi u bilan gaplashib turib, o'zi aytib turdi, menga mana shunaqa ba'zi odamlar kelib menga bekor qildi dedi. Hatto eng qizig'i, soliqchini chaqirib tushuntirish xato ololmadi. Yoki olmadi. Men bilmayman. Keyin men savol berdim, baraka topkur. Oddiy fuqaro kemasini oldingizga borib ko'tarib olib kelasiz-ku dedim. Soliqchiga telefon qilsam deydi, men deydi prokuraturada anaqadaman, nima komandirovshiyman deb aytadi deydi, prokuraturaning orqasiga bekinib turibdi deymizmi, boshqa deymizmi, prokuratura tarafidaman deb aytib turibdi. Kelmadi bizani oldimizga dedi. Aka dedi, men nima qilay dedi. Men ham bitta oddiy profilaktika inspektorman, kichkina odamman. Davlat boshqachasi yondashamiz. O'sha shartnomalarni olib siz ekspertizaga bersangiz. Shu qalbakimi, ko'zbo'yamachilikka tuzilganmi degan narsani asoslab. Yo'q, qalbaki emas, ko'zbo'yamachilik emas desa, unaqasiga ursak-chi. Mayli, biz harakat qilamiz. Просто siz aytayotgan yo'lga biz bir nechta variantlarni menga bu narsani qalbakiligiga asoslab bermas, nabarot. Biz sudga bersak, ikkinchi taraf sudga bersin-da. Mana shu ko'zbo'yamachilik topib bergan deb sudga bersa yo'q desam bo'ldi. Ko'zbo'yamachilik topadi yoki yo'q, tamom. Buni ko'zbo'yamachilik deb alohida ko'zbo'yamachilik demayapti. Tushunmadingiz? Oqibat qo'llab turibdi. Ha, ko'zbo'yamachilik aytyapti-da, oqibat qo'llashyapti. Ular ko'zbo'yamachilikni siz bilan mani shartnomam bermayapti. Hozir bir sekund. Siz bilan mani shartnomam to'g'risida ketyapti-da, soliqchi kelyapti-da, ko'zbo'yamachilik deyapti. Bo'ldi. Ishini bitirib ketdi. 500 million to'lab yubordingiz. 500 milliondan ortiq, 600 million. Mayli, to'ladingiz. Yoki men to'ladim. Endi kelyapman sudga-da. Qo'limda shartnoma turibdi. So'rob aka bilan tuzgan shu shartnomani qalbaki topib bergan deb sudga bersam bo'ladimi? Bo'ladi. Keyingisi, Suhrob aka bilan tuzgan shu shartnomani ko'zbo'yamachilik uchun tuzilgan deb topib bergan deb men sudga beraman, siz bilan tuzilgan shartnomani sudga beraman. Siz javobgar shaxs bo'lib turasiz. Ana o'shan bilan yo tasdiqlanadi, tasdiqlanmaydiga qarab turib yo'q. To'g'ri, lekin eng qizig'ini ayting, bu odam olib borib bergan. Bu odam olgan, o'shancha aytib turibdi, nimaga men bir-birimizni sudga berishim kerak deb turibdi. Yo, tushundim. Lekin sizga hozir asoslash men sizni tushundim. Erkini erkakligini isbotlash uchun shunaqa bo'lib turibdi hozir. Lekin odamlarga aytsangiz, odamlar tushunmayapti. Nimaga men bularni sudga berishim kerak deydi. Men aka bilan yaxshi ishlab turibman. Akaga nisbatan hech qanaqa da'voyim yo'q, dastim yo'q. Drujskiy sudga berishimiz kerak. Boshqa variant qolmayapti. Endi qarang-da, bu prinsipiga to'g'ri kelmaydi. Chunki nizoli vaziyat bo'lsa sudga beriladi. Bizning o'rtamizda nizo yo'q. Ani o'rtamizdagi nizoni endi hal qilishimiz uchun bir-birimiz bilan sudlashishimiz kerak. Yana sud ustiga yuklama. Mayli biz bu variantlarni ham qo'llab, hozir bir nechta variantlarni qo'llab turibmiz o'zi. Shundoq ham. Bularni ham qo'llaymiz va o'sha haq yo'lida oxirigacha kurashamiz. Chunki demokratiya shunaqa quriladi. Biz Xudo xohlasa bu o'sha birinchi moddada belgilangan O'zbekiston demokratiya ekanligini ta'minlash uchun advokatura instituti bor kuchi bilan harakat qiladi baribir. Keraklicha ochib berdik deb o'ylayman. Yetarli darajada ochib berdik. 14-15 o'sha bir oy oldin, taxminan bir oy oldin bir va'da qildik. Siz bilan 14-15 yordamimiz deb. Va'daga muvofiq. So'zimizni yakunlashdan oldin kichkina bitta temani aytib ketmoqchiman. Yaqinda bitta video chiqardingiz. Aylanmadan olinadigan soliq masalasida tadbirkorlarga soliq organi qopqon qo'yib qo'ydi. Soliqdagi qopqonlar degan bir anaqamiz bor. Soliqdagi qopqonlar deb chiqardingiz va o'sha yerda mutaxassis sifatida kichkinagina e'tirozim bor birinchidan. Mayli. Siz o'sha istoriya qo'yganingizda u yerda yangi ochilgan korxonalarga taalluqli ekanligini aytmadingiz. To'g'ri. Umumiy aytib ketdingiz, misol uchun. Bir yilda falon narsa ishlayapti, keyin ketdi, mana bunaqa so'rashyapti. Ya'ni keyingi yildan уже o'tib ketyapti deysiz. То есть eshitgan odamda qanaqa holat bo'lyapti? 1 milliardgacha bordi, keyingi yildan ishlasa, keyingi yil уже 1 milliarddan oshib ketdi deb qarab urib ketyapti deb eshitirilib qoldi, lekin men buni o'zi tegida siz nima demoqchiligingizni bilganligim uchun tushundim. Endi
Bu yerda aslida yangi ochilgan korxonalarga, yil davomida yangi ochilgan korxonaga tadbirkorlarga taalluqli siz aytgan narsa bo'yicha amalda qanaqa ketyapti? Men hozir kichkinagina bir tushuncha bermoqchiman sizga o'sha istoriyangiz bo'yicha. Amalda qanaqa ketyapti? Amalda deylik 1-oktyabrda ochilgan tadbirkormi, firmami bo'ladigan bo'lsa, aylamada olinadigan soliqda 1-oktyabrda ochilgan, 31-dekabrgacha 90 kunlik vaqt bor. 90 kun ichida deylik 90 million deylik, 90 million. Shunda aniqroq bo'ladi. Yo'q, mayli 500 deylik. 500 million. Unaqa chiqmay qoladi. 90 kun ichida 500 million оборот qilib qo'ygan bo'lsa, amalda siz aytganingiz bo'yicha nima qilyapti? Soliqchilarda 500 millionni 90 kunga bo'lib turib, 365 ga ko'paytirib. 365 ga ko'paytiryapti va bu 1 milliarddan oshgan summa bo'ladigan bo'lsa, keyingi yildan qo'shimcha qiymat solig'iga o'tkazib yuboryapti. Shunaqa. Siz aytgan holatingiz amalda shunaqa bo'lib turibdi va tadbirkorlar men 500 million qildim-ku bor yo'g'i, hali 1 milliardga bormadim-ku deb keyingi yildan u xotirjam yana aylamadan olinadigan soliqda o'tiribdi. Soliq organi 2 yil, 3 yillab indamay bu ko'proq оборот qilib olsin degandek qilib turib, o'sha 2 yil, 3 yildan keyin taq etib endi to'laysan deb bo'yniga qo'yib beryapti. Siz mana shu narsani yoritmoqchi edingiz. Endi ular atayin qildi demayapman. Nimagadir e'tiborsiz bo'lganmiz. Nimagadir sirazi emasdi. Masalan, boshqa holat bo'lsa darhol ularni kameral tekshiruvlar, boshqalar auditorskiy tekshiruv bir-biriga ulanib ketadi, to odam anu apellyatsiyadan muddati o'tib ketsa, sudda birinchi hal qiluv qarori kuchga kirsa bo'ldi. Dumbara qasir jinoyat ishi qo'zg'atilib, anu odam oliy sudda o'zini oqlagunicha bu yerda jinoyatchi bo'lib ketadi-da. Lekin mana bu joyda nimagadir indamayapti-da, yo bu yerda texnik tarafdan qaralmayaptimi? Siz shu narsani yoritib bermoqchi edingiz. Keyin qarang. Keling sizga boshqa narsani aytaman. Siz shu narsani yoritib bermoqchi edingiz. O'sha narsani tushundim, to'g'ri, lekin kichkinagina o'sha siz endi yurist bo'lganligingiz uchun e'tibor bermay qolgan часть bor. Именно yangi ochilgan korxonalarga taalluqli ekanligini men mutaxassis sifatida alohida ajratib aytmoqchiman. No, bu yerda boshqa narsa bor. Siz unga nima deysiz? Soliq kodeksida aynan o'sha 462-modda to'g'risida gapirgansiz. Siz o'tdan moddasini ham aytmagansiz. 462-moddada aytilgan joy bor. Agar shu yangi tashkil etilgan korxona deyapti. Tashkil etilgandan boshlab yil oxirigacha qilgan обороты 90 kunlik оборот. 90 kunlik 500 millionlik оборотini qonunda yozilishi qanaqa? Bugun ma'ali podkastimiz qog'oz gapiradi. Qonunda yozilishi. Yangi ochilgan korxona 90 kunlik оборотini 365 ga bo'lganingdan keyin chiqqan raqamni ishlagan kunlari soniga 90 kunga ko'paytirsang 1 milliarddan oshsa, keyingi yildan boshlab NDSga o'tib ketaveradi. E'tibor bering. 500 million 365 ga bo'lib turib 90 ga emas 365 ga bo'lish kerak. Ha. Qonundagi formula shunaqa. Unaqada hamma qilingan ishlar noto'g'ri bo'lib qoladi bu. Javobgarlikka tortilganlar 120 millionlab, misol uchun 100 millionlab to'laganlar hammasi NDSga o'tib ketdi degan noto'g'ri bo'lib qoladi. Qonun gapirish kerakmi yoki odam uni qanaqa tushunganligi bo'yicha yurish kerakmi? Qonun gapirish kerak bo'lsa, mana sizga, mana siz yuristsiz, siz advokatsiz, biz ham o'zimizni ham himoya qilamiz, tadbirkorlarni siz ham bevosita sudlarda ko'plab himoya qilasiz. Yurist sifatida sizga kichkina podskaska qilyapman. Qonunda aslida boshqacha yozilgan, amaliyotda boshqacha ketyapti. Men to'g'ri amaliyotda soliq organi hammasi 90 kunda ishlagan оборотini olyapti-da, 500 millionni 90 ga bo'lib 365 ga ko'paytiryapti-da, 1 milliarddan oshib ketdi, uryapti. Qonunda 500 millionni 365 ga bo'lib keyin 90 ko'paytirasan degan. Bir holat bo'ldi deb bizada. Zo'r kalit bo'ldi. Faqat bir joyda mana bunaqa holat bo'ldi-da. Men qonundagi bir odam murojaat qildi bizga bundan bir 4 yil oldin, o'sha yurist edim. Unda qonunda mana bunaqa yozilgan dedim. Va oxirgacha jang qildi, shu odam ba'zida yutqizib qo'ydi o'sha joyda. Keyin u aytdi, men qonunga ishongandim dedi. O'shaning uchun bu soliq masalasi. Boshqalarida ochig'ini aytaman, fuqarolikda deysizmi, jinoyatdami, ma'muriylikda qonun birga bir ishlaydi. Soliqda o'ynab qoladi. Lekin yozilganini yo'q, yozilgani ham o'ynab qoladi. Yozilgani o'ynab qolgandan keyin o'shaning uchun men keyinchalik gapirganimda birinchi amaliyotda nima bo'lib turganini gapiradigan bo'ldim. Keyin qonunda qanaqa yozilganini aytadigan bo'ldim. Mana bizda aynan shunaqa. Qonunda 2 × 2 4 deyapti. Lekin amaliyotda 2 × 2 5 deyapti amaliyotda. Bunaqa paytda ikkita odam harakat qilish kerak. Birinchi o'sha zarar ko'rgan odam mana bizning podkastimizni eshitib, mendan noto'g'ri olgan ekan-ku o'shanda deb turib ariza bilan murojaat qilib, qaytarib ber pulimni. Bermasa sudga murojaat qilish kerak.
Hurmatli birinchisi. tadbirkorlar, eshityapsizlar, mabodo kimgadir o'tgan yilgi обороting yangi ochilgan korxona ekansan, saniki 500 million 600 million bo'lgan bo'lsa ham, ishlagan kunlaring sonini 365 ko'paytiradigan bo'lsak, endesga o'tib ketibsan deb sizlar o'zingizlar bilmay qolgan holatda ham endes qo'shimcha qiymat solig'ini urib yuborgan bo'lsa, murojaat qilinglar, qonun bo'yicha himoya qilib beraman deb turibdilar. Chunki u farqi yo'q. Bizga ham, boshqa advokatlarga ham yo o'zinglardagi Kimga bo'lsa ham bor murojaat kuch qilinglar. vositalarmi, yuristinglar bilanmi, bu yoqda odam de chaqirishni aytmayapmiz. yura u narsani talab qilgan odam nohaqmi? Yo'q, haq. U mana qarang, Yo'q, demokratik talab qilgan, davlatda talab qilgan hech qachon Yo'q, nohaq emas. shu qo'shilgan qiymat solig'ini to'lagin degan xodim nohaqmi? Hozir mana bu holatda nohaq, ha. Mana tushundinglar, hurmatli Nohaq, tadbirkorlar. Endi unga Sizlarga oxirgi nisbatan so'zi nohaq baribir ketgan. sud beradi, lekin biz yurist sifatida qonun bo'yicha ular nohaq. Sudda agar boshqacha fikr bo'lsa aytsin. Endi bu ikkinchi Sud ham odam endi mana shu qonunga qarab qonunga qarab kerak-ku. ishlaydi. Sudlarimiz unaqa emas. Qonunga qarab ishlaydi, asoslantirib beradi. Endi Просто e'tibor ba'zi bermoqchiman. holatlarda endi odamlar Juda yozib ko'pchilik- qoladi-da. Juda Sizlar ko'pchilik deydi- qiynalyapti-da bu masalada, o'shaning Shunaqa. uchun aytib qo'yapman. Ikkinchi odam kim desangiz, bu ikkinchi odam prokurorlar. Prokuratura fuqaroning o'rnidan sudga da'vo kiritishi mumkin yoki bu pulni undirish harakatini qilishi mumkin. Chunki prokuratura to'g'risidagi qonunning 2-moddasida prokuratura organlari O'zbekiston Respublikasining barcha hududida qonunlarni birday amal qilinishi ustidan nazorat qiladi deyilgan. Prokuratura bilan bog'liq ko'p ishlarda ko'z tegmasin, ijobiy hal bo'lgan joylarni ko'ramiz. Ayniqsa bosh prokuraturaga murojaatlar juda yaxshi ko'rib chiqiladi. Xuddi shunaqa agar Ichki ishlar vazirligi masalasida bo'ladigan bo'lsa, Ichki ishlar vazirligiga qilingan murojaatlar ham 99% Endi ularni yaxshi bo'ldi, har ko'z bir tegmasin. tochka verguli odamni taqdirini hal qilib yuboradi. Ular sal jiddiy qarab yoki bir e'tibor bilan qaramasa, Endi- orqasida odam taqdir turibdi. Mana bu yerda pul turibdi-ku, bu yerda taqdirda. Nima uchun bu gapni aytyapman? Ba'zi odamlar hozir e'tiroz bildirishi mumkin. Men falonchiga murojaat qildim, o'xshamadi-ku deb. Yo'q. To'g'ri, quyi bo'g'imlarda nohaqliklarga uchragan bo'lishingiz mumkin. O'shalarni yoritib turibmiz hozir. Lekin tepaga chiqib borganingiz sari adolat qaror topadi. Biz buni ko'rib turibmiz. Tepada adolat kerak. Adolat kerak. Biz buni ko'rib turibmiz, harakat qilib turibmiz. Bor narsani e'tirof qilamiz. Bo'lmay turgan joyini ham aytamiz, bo'lmayapti deymiz. Noto'g'rimi, noto'g'ri. Agar mana bunaqa hisoblangan bo'lsa, mana hozir Murodjon aka ham aytib turibdilar, mana o'sha misolimdagidagi hisoblangan joy noto'g'ri olingan pul. O'zi aslida qanaqa hisoblash kerakligini mana yuqorida ta'kidlab o'tdilar, qonundan silka berib. Keyin nima uchun o'sha keng yoritmadingiz deb aytishingiz mumkin. Boyagi YTTlar misolida 1 minut ichida 1 minut ichiga sig'dirishimiz kerak. O'sha biza 100 ta aytilishi mumkin bo'lgan gapni eng og'riqli joyini aytib o'tib ketamiz. Voy, oldingizda xavf bor deb o'tib ketamiz. Qulab qolmang, kattaroq projektor bilan qarang, yordamchilarni oling deganda. U xavfni o'zingiz topasiz. Agar yo'q, nima edi xavf deb alohida so'rasangiz, biz javobini beramiz. Lekin 1 minut ichida xavf bor deb aytib o'tib ketishni o'zimizni fuqarolik burchimiz deb bildik va biz o'sha advokatura to'g'risidagi qonunga asosan fuqarolarni himoya qilamiz deb qasamyod qabul qilganmiz. Endi soliq maslahatchilarda yo boshqa tashkilotlarda qanaqa bilmayman. Advokaturada mingsiz bilimingiz zo'r bo'lsa ham qasamyod qabul qilmaguningizcha litsenziya ola olmaysiz. Qasamyod qabul qilishingiz kerak-da. Biz o'sha advokat xuddi doktor Gippokrat qasamiga sodiq qolgandek, advokat o'zini qasamyodiga sodiq qoladi. Biz xavf bor joylarni aytamiz. O'sha yerda ham aytganman. Tanishinglar bo'lgan soliq maslahatchilarga, tushungan advokatlarga yoki soliqchilarning o'zidan so'ranglar. Voy, meniki o'tib ketmadimi deb biroz so'raylar degan ma'noda aytganmiz. Endi murojaat qilinglar. Qonun bilan amal farqliligini bildinglar. Endi murojaat qilinglar. O'zi soliq qonunchiligida mana javobgarlikka tortilishda ikkita narsa bo'lishi kerak. Qonunchilikda, umumiy qonunchilikda bu birovni aybdor, jinoyatchi deyishimiz uchun obyekt tomon, subyekt tomon bo'ladi. O'shaning subyekti tomonda ikkita narsa, qasd yoki ehtiyotsizlik bo'ladi. Bunda soliq kodeksida, soliq qonunchiligida hammasi qasdga qaratilgan bo'lishi kerak. Hozir bizanikilar ehtiyotsizlikdan, misol uchun, mana ehtiyotsizlikdan oxir-oqibat javobgar bo'lib turibdi. Mana Lozim darajada ehtiyotkorlik qilmasdan. Nomi ham shunaqa-da, lekin oxir-oqibat soliq to'lamadingmi, jinoyatga tortib ketadi. Asosida ehtiyotsizlik turibdi. Lekin javobgarlikka tortish uchun subyektiv tomon qasd bo'lishi kerak. Ko'rasizmi, mana noto'g'ri narsa javobgarlikka tortish qasd bo'lishi kerak. Qasd bo'lishi kerak. Lekin ehtiyotsizlik bilan olib chiqib qamalib ketadi odamlar. O'zingiz ham aytyapsiz, o'zi bu yerda o'zi ko'zbo'ymachilik yoki ehtiyotkorlik qilmagan yoki qalbaki degan narsa bilan prokuraturaga beryapti. Prokuratura uchala statiya bo'yicha emas,
soliq to'lashdan bo'yin tovlayapti. Shunaqa, degan narsaga shunaqa. tortyapti. Уже buzilyapti-ku. Shunaqa, endi bir qancha buzilishlar borda, bitta harakat bilan bir nechta buzilishlar bo'lyapti-da. Va yana bir marta aytaman, o'sha soliq qachon odam javobgar bo'lishi kerak, agar uni qasdi soliqni to'lamaslikka qaratilgan bo'lsa. Ha. Lekin ehtiyotsizlik oqibatida buxgalter noto'g'ri narsani yozib yuborgan, o'zi misol uchun Bazasini o'rganmabdi, xodimlarni o'zgarmabdi, tekshirmabdi. shunaqa yo bo'lmasa o'sha omborxona bo'yicha ijara shartnomasini cho'zdirib qo'yish esidan chiqib qolibdi. Omborxonani olmasdan uyiga olib kelib qo'yibdi. U soliq to'laydi. Belgilangan soliq. Lekin buni yozib bergan narsasi bo'yicha omborxonaga olib bormaganligi uchun yo o'zini prihodiga olish esidan chiqib qolganligi uchun emas. Qasd bo'lish kerak. Bular hammasi ehtiyotsizlikka kirib ketadi. Va bular uchun javobgar bo'lish kerak emas o'zi aslida jinoiy javobgarlik masalasida. Bularni u tegini o'ylab qarasangiz, deyarli hammasi ehtiyotsizlikka olib kelyapti-da. Borgansiz, bazaga kiritmagansiz, anaqangizda turgan omborxonangizda. Kecha sotgansizda, bugun prihodingizga olgansiz. Xudo xolasa bu fikrlaringizdan keyin aynan 14-15-modda bo'yicha turib prokuraturaga beradigan bo'lsa, bu ko'rsatuvimizni ko'rgan odamlar to'xtaylar deydi. Yo sizga yo menga yo boshqa biron bir advokatga borib bo'lsa ham talab qilinadigan narsa men soliq to'lashdan bo'yin tovlashda emas. Meni ehtiyotsizligimni yoki Shunaqa. qalbakligimni isbotlashga upor bergan deb xudo xolasa talab qilishadi Talab huquqiyani. qarang, yana sudda bo'layotgan adolatni aytib beray. Ko'pchilik bilmaydi. Mana shu yilni o'zida 2025-yil, hozir misol uchun 2026 ga o'tish arafasida turibmiz. 4 ta ishni biz qo'shimcha tergovga qaytardik. Advokatlarimiz tomonidan. Bu Allohning bir inoyati bilan 4 ta ish. Nimaga desangiz, bu noto'g'ri tergov qilingan dedik. Noto'g'ri tergovda kamchilik bo'lgan deb 4 ta ish jinoyat ishi qaytarildi. U tergovdan qaytarish o'zidan o'zi bo'lmayapti. Tergovchi misol uchun uni bo'linma boshlig'i ko'radi, bo'lim boshlig'i ko'radi, pom prokuror ko'radi, prokuror ayblov xulosiga qo'l qo'yadi. Hukm birinchi sud hukm o'qiydi, ikkita xalq maslahatchisi. 8 ta odamni xatosini advokat ko'rib, "Ey, men bu noto'g'ri bo'lgan" deb orqaga hukm kuchdan qolib orqaga qaytib ketadi. 4 ta. Agar odamlar borib turib, siz meni soliqdan qochish bo'yicha emas, 14-15 bo'yicha javobgar qiling. Men ehtiyotsizligim bo'yicha javobgar qiling. Ehtiyotsizligimni tasdiqlaylar. Bo'ldi. Buxgalterimni men qaramabman shuni ishiga. O'zi ehtiyotsizlik ham, bu ehtiyotsizlik ham boshqa narsa-da. Ehtiyotsizlik bo'lish uchun ham alohida bilim bo'lish kerak. Misol uchun qarang. O'shanga qaraganiga upora berish kerak odam. Ha, u ehtiyot qanaqa? Misol uchun mana siz yo'lda o'tib ketayotsangiz, odam cho'kib ketyapti. Qarangda mana, siz uni qutqarmoqchingiz, qutqarmadi, u o'ldi. Siz javobgar bo'lmaysiz. Chunki sizda alohida bilim yo'q uni qutqarish bo'yicha. Endi o'sha joyga biriktirilgan favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimi yoki uni xizmat vazifasiga qutqarish qaratilgan odam qarasa-yu, lekin qutqara olmay qolsa, ehtiyotsizlik bilan vaqtida lozim darajada bajarmagan sovuqqonlik bilan bu jinoiy javobgarlikka tortiladi. U tadbirkor buxgalter emas-ku, unda buxgalteriya bo'yicha alohida bilim yo'q, lekin buxgalter xatosi bilan bu javobgar bo'lib ketadi. O'sha paytda aytsa, bo'ldi, buxgalter aybi bilan men javobgar. To'xta. Bu buxgalter ham vazifasiga kirmaydi bu narsa. Yo, mabodoga deyman. Buxgalter ham vazifasiga kirmaydi. Ehtiyotsizlikni aytmayapman. Tadbirkorlarda bo'layotgan ba'zi holatlarda bu 14-15 bo'yicha emas. Ba'zi holatlarda buxgalteriyadagi xatolar tufayli tadbirkorlar qamalyapti. Unisi alohida tema. Ha, misol uchun omborxonaga olmagan, shartnomani qaramagan deb. Suhrob aka, katta rahmat. Tadbirkorlarga mana qog'oz gapiradi deganda aynan hujjatga e'tibor qaratishdi. Bir oxirgi tavsiyalaringiz, fikrlaringiz nima tavsiya qilasiz? Birinchi navbatda endi har doim beradigan tavsiyalarimiz qonunga amal qilinglar. Ikkinchidan esingizda tursin, O'zbekistonda haqiqatan qonun ishlaydi, adolat bor va vijdonli xodimlar juda ham ko'p. Hamma sohada. Bitta ikkita sohada adolatsizlikka duch keldinglarmi, qonunsizlikka duch keldinglarmi yoki boshqacha xodimlarga duch keldinglarmi, O'zbekiston Respublikasi bo'yicha xulosaga kelish kerak emas. Davlatimizda adolat bo'lmaganda bu oyog'ida tik tura olmasdi. Shuni to'g'ri aytish kerak. Oyog'ida bunaqa mustahkam tik tura olmasdi va ikkinchi navbatda haq misli oxirigacha kurashinglar. Ko'pincha tadbirkorlarimiz nima qiladi? Bo'ldi, kerak emas menga deydi. To'lab yubordim, bo'ldi, kerak emas, kurashmayman deydi. Siz o'zingiz uchun emas, kelgusida farzandingiz ham sizni tadbirkorligingizni davom ettiradi. Farzandlaringiz ham, sizdan keyingi avlodlar ham adolatli davlatda yashashiga bir hissanglarni qo'shish uchun ham demokratiyani haqiqiy demokratik davlatga olib chiqishimiz uchun ham o'sha oxirigacha harakat qilinglar. U nima deydi? Mana to'ladi-yu, to'lab yubordi-yu deb soliqchilarni yana berishiga yo'l qo'ymaslik kerak.
Ya'ni ularni noqonuniy ayrim shunaqa noqonuniy harakatlarni qo'llab-quvvatlashga sabab bo'lib qoladi. Sabab o'zinglar bilmagan holda sabab bo'lib qolmanglar. Oxirigacha kurashish kerak, haq yo'lda, adolat yo'lida o'sha borib nohaq bo'lsa to'lab qo'yish kerak, haq bo'lsa o'shani so'rab Talab qilish kerak. Talab qilib olish kerak. Suhrobaga katta rahmat. Ajratgan Taklif vaqtingizga ham ham, fikrlaringizga ham hammasiga katta rahmat. Lekin albatta boyagi 5 ta kriteriy bo'yicha lozim darajada ehtiyotkorlik bo'yicha yana bir marta eslatib qo'yaman. Siz ham mana yozamiz va uni xulosasi bo'yicha kichkinagina bir 5 minutlik bo'lsa ham bir uchrashuv tashkillashtirib yuboramiz. Yo'q, hali balkim yana ham hozir kommentariyalarni o'qib chiqamiz. O'sha YTT bo'yicha gapirgandan keyin qancha savollar chiqdi. Agar bu bo'yicha ham yana qanaqadir kommentariyada savollar bo'lsa, 5 minut emas, menimcha biz ko'proq vaqt ajratishga tayyormiz. U keladigan savollarga qarab yana bir uchrashuv qilamiz. Uchrashuv qilamiz, avvalambor. Hali 5 minutlik emas, umuman murojaatlarga qarab turib va bizani o'zimiz tegishli idoralarga chiqargan xatlarimizni natijasiga qarab turib ham yana bitta uchrashuv qilamiz, xudo xolasa. Chaqirganingiz uchun minnatdorman, rahmat. Katta rahmat, vaqtingizga rozi bo'linglar. Hurmatli tadbirkorlar, hozir Suhrob akam ham aytganlaridek, qog'ozga hushyor bo'linglar, hujjatga qaranglar, qonun doirasida ishlashga harakat qilinglar va huquqinglar buzilsa albatta talab qilinglar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, keyingi kurslarda yana bir ko'rishamiz. Salomat bo'ling.